Yaxshimisiz? Bugungi sharhlashimizda hayot, azob, uqubat va rahmatning eng oliy manbasi haqidagi intihoyan cho'nqur bir temaga cho'kib boqaman. Siz belki moylab kalışınız mümkün. Eğer yaratıcı çeksiz mehriban olsa, neme üçün affetler yüz verir. Kani, bu sırrı bile açalım. Gapni Ar-Rahman so'zidan boshlaylik. Bu ne deganlik? U mutlaq, shartsiz va cheksiz rahmatning tub manbasi deganlikdir. Qiziq yeri shuki, rahmat faqatla bir hissiyat emas. U xuddi koinotdagi atomlar va planetlarni birga tutib turuvdagi tartish kuchiga o'xshaydi. Bu ilahi rahmetni tushunish uchun avval o'zimizdagi insoniy mehri shafqatga qarab bakalım. Lakin dikkat qilin, bu yerde gayet zor fark var. Biz insanlar köpünçe yaxşılığımızga azrak bolsumu qaytırma kütmeyiz. Şundak mı? Ama ilahi rahmet şartsizdir. O hiç neme kütmeydi. Hem de iki muhim isimli salıştırayla. Rahman mahiyetteki umumi rahmet bolsa, Rahim hareketteki yani emeliyetteki has rahmettir. Yine Rahman'ın şapkati şunçilik kenki, o mo'minga mu, kafirga mu, hatta gül bilen tikenge mu o'xshashla ayırıp olturmay yetib bor edi. Ondaqda Rahimchi. Rahim bo'lsa faqat o'ziga yuzlanganlarga, ya'ni mu'minlarga alohida beriladigan qo'shimcha bir oliy rahmatdir. Şu yerde bir sual doğulunur. Rahim kılışımız için kimdir biri kıynılışı gerek? Hiç kimse yok vakitte Allah kandak rahmet kılıdır. Cevabı intayen çonkur. Rahman'ın mehri şefketi del şu yoklukka nezer seyleyip onu yepyeni bir mevcutlukka aylandıradı. Demek sizning ve benim şu dünyada mevcut bulup duruşumuzla ene şu ilahi rahmetning tuncu hem en uluk ifadesidir. Yaxşı, ondaqda yer tevreşke okşaş apetler çu, bu ilahi mehribanılıkka bütünley zıt tek kuludu, şundak mı? Emelette ondak emez. Öyle bakayın, eğer yer tevreş yer astındaki basıncı koyup vermezse bütün yer şarı partlayıp gidiyor. O bir kolu kordugucu kalapan. Şuna, yamanlık, yaratılışını özü demez. Belki bizim kainatın kanuniyetliğini hata düşünüşümüz ya ki hata işletişimiz ziyan geldir çıkardı. Biz huddi bir parça resminin, küçük yine bir çetin ile gölgene okşayımız. Bütün güzel manzaranı pekat Allah'la göreleydi. Ondaqda biz bu chaksiz rahmat dengiziga qandaq ulanamiz? Albatta, chin dilimizdan qilingan samimiy duo orqali bog'lanamiz. Kishi qiyinchilikda qolganda ya Rahman deb yordam so'raydi. Ne'matga erishgandan keyin bo'lsa, u alohida rahmat uchun Rahimga shukr aytadi. Bir olim shunda deydi: Rahman o'zidan so'rajaqlarga berdi, lekin Rahim so'rashni red qilganlarni yoqtirmaydi. Bek ma'noliq shundaqmi? Yani haqiqiy dua qilish, öz acizligimizi tanış, Allah'ın muhabbetini tileş ve onun büyük planıga bütünley teslim oluştur. Bu padişahtın muhabbet sorgan akıllık vazirdek, eğer siz Allah'ın muhabbetine erişelisiniz, bütün dünya sizin bolgan boladı. Onun mehri şapkatı kainattaki varlık neresini öz içine alır. Ondakta siz bu bütünlüğe teslim olup, hakiki hatırcemlikte pişka tayar mısınız? Yaxshimisilar? Bugungi tushuntirishimizga xush kelibsiz. Kelinglar, ilohiy marhamatining sirli olamiga birlikda sho'ng'oyaylik. Undaqda merhamet zadi nime? Biz onu optan bilimiz deb o'ylaymiz, ammo onun alem shumul hakikati bekle çonkur. Arapçadaki rahim sözü hem merhametine hem hayatlık menbesi bolgan ana betini görsetidir. Bak kızıkarlık, şundak mı? Mənbədə mehrimetni, xuddi kainatın bir-birine tutaştırıp duru degen, alem şumul tartış güçü dep acayip güzel tesvirlegen. Buylap bakın, eğer bu ilahi tartış gücü olmasa, atomlar mı çeçilip, hiç neme mevcut bolup duralmaydı. Hem de bizdeki merhamet bilen ilahi merhametin kandak farkı varlığını görüp bakalım. İnsanın merhameti inkas karakterlik. Yani biz başkalara içimiz ağrıyor, andan ansız halde ne müdür bir kaytırma kütüyoruz. Lekin ilahi merhamette onda amez. O yokluktan objekt yaratıdı. İnsan merhameti bolsa birer sige muhtaç vurdu. Bu nokta bizni Allah'ın acayip güzel iki ismine elip geliyor. Rahman ve Rahim. Rahman, barlık yaratılmışlar üçün mutlak özgermezdir. Rahim bolsa hareketçan, müminlerge has bolgan merhamettir. Rahman'ın merhameti hemmeni ten kaplaydı. Mümin ve kafirini, koyu bilen borini, hatta Musa ve Firavun'u mu? Tasavvurunuzdaki en çok merhametli iki gekopaytin. İşininki onun hiç kaynak çeki yok. O mutlak çeksizdir. Bu okum dünyadaki bizge yomon görüngen işlerge bolgan köz qarashimizni butunlay o'zgartirib yutadi. Çundak mı? Ondakta tabii afatlar, ağrık, yoki kıyınçılıklar mı merhametinin bir körünüşü bolalamudu? Elbette. Mesela yer tevreş, yer şarının partlap gitişini tusudur. Kıyınçılıklar bolsa del ruhumuzun dorusudur. Allah rahmet kılışını özüne vazife kılar.
Bu xuddi barliq mavjudligining ana batiniga o'xshaydi. Demak, hamma narsa mohiyati bek yaxshi. Yomonlik faqat bizning ularni xato ishlatishimizdan kelib chiqadi. Undaq bo'lsa, biz bu cheksiz marhamat dengiziga qanday qilib ulana olamiz? Bu bek muhim. Albatta, dua orqali. Aldı bilan acizligingizni tonib keting. Ondan chin ko'nglingiz bilan so'rang. Mushu hikmetga diqqat qilinglar. Rahman so'raganlarga beradi. Rahim bo'lsa so'ramaganlardan ochiqlanadi. Dua barlık ibadetlerinin mengisidir. O bolmasa bizim ruhi eriştimiz üzülüp kalıdır. Herkes unutmayın. Agar uning marhamati butun koinotni tutib turadi daraja esa cheksiz bo'lsan, so'rashdan nima ishga kelinasiz? Yaxshimi sizlar? Bugün biz birlikte tabiat ve ilahiyetteki rahmetin en çokur sırlarına sefer kılarız. Yo'ylinib bakın. İnsanın rahim şafqati Xudoning bilan zodi o'xshashmi? Qani, billi ichkirilab ko'rayli. Bizning rahmetimiz kopünçe şartlık boludur, şundak mı? Ama ilahi rahmet bütünleyi mutlak, hiç kandak şartsız boludur. Xudoning cheksiz rahmeti shunchalik qudratdiki, hatto qapqarangu mutlaq yo'qlikdan ham hayotlik yaratalaydi. Söz bülü degan olamdagi tortish kuchi. Jahiba. Amaliyotda dal mushu rahmatning fizikalik gavdalanishi. Ya aylanayotgan elektron yoki kunni aylanayotgan yer shariga qaran. Bularning hammasi rahmetin tartish kuchidir. Agar bu rahimlik tartish kuchi bo'lmagan bo'lsa, butkul olam shu onna parchalanib yo'qolatdi. Hamda ishning en qiziq yerda keldik. Xudoning Rahman va Rahim ismlari o'rtasidagi farqqa qarayli. Rahman o'tkul mahluqotga o'rtaq asosliq rahmat bo'lsa, Rahim ma'lum harakatga qaratilgan xos shafqatdir. Peygamberimizin aytishicha, Allah özünün 100 ülüş rahmetinden 99 ülüşünü özüge kaldırgan iken. Fakat 1%. Şundak. Fakat 1 rahmet. Bizim bütün dünyasımıza tarqıtılmış. Siz biladigan oninin cheksiz mehribonligi mu? Aşı 1%ning intihoyi kichkina bir qismi xolos. Şunga, bu yerdeki en ağırçılıklı nokta şu ki, rahmet bütün yaratılışın mütlaka aldınki şartı. Mundaqda, so'rab baqay, biz qo'rqadigan tabiiy ofatlarning orqasiga mı yoshurun bir rahmet yoshurungan bo'lishi mumkinmi? Mesela yer tevreşini alayım. O ameliyatta yer şariye yığılıp kalman heterlik besimi koyup veriyor. Agar mushu yer tavrash bo'lmasa, nima bo'lar edi? Yer ostidagi bosim yer sharini bombadikla parlatib etdi. Ondan başka, yer tevreş toprağını yenileydi ve hayatlık için faydalı istik bulaklarını mı peyda kıladı? Hacı Eler, kainatının rahimsizlikçiden emes, belki haterlik rayona oy selişteki insanların öz katalayından kelip çıkım. Biz reallikning intihoya kichik bir qismini ko'ramiz. Ammo yaratuvchi bo'lsa, mukammal bir putunluqni ko'radi. Hamma ishning cho'nqur bir maqsadi borligini bilgandan keyin, bugun koinotga va hayotga qanday yenicha nazarda qaraysiz? Ko'pchilik yaxshimisizlar? Bugungi tushuntirishimizda biz ustoz Mustafa Islamoğlu'nun 13. qaytimli shu xalqas darsiga ishtirok etamiz. Biz bugun Al-Rahman, ya'ni ilohiy marhamat degan nima, uning tegi takimi nima degan temalar ustida to'xtalamiz. Qaranglar, bu oddiy bir tema emas. Biz marhamatning ko'zga ko'rinmaydigan mikro dunyodan tortib, toki makro olamgacha bo'lgan ta'sirini birlikda ko'rib chiqamiz. Agar tayyor bo'lsanglar, qanday biz boshladik? Hammamizning kallasida oz deganda bir qadam paydo bo'lib boqqan shu eng jumon falsafaviy savoldan boshlaylik. O'ylab boqing. Agar yaratuvchi shunchalik marhamatli, cheksiz rahm shafqat ig'asi bo'ladigan, undaqda nima uchun yer tavridi? Nemishqa kelgan oqibatlari bo'ladi? Nemishqa insonlar azob chekdi? Bu qiyin savolga nima deb javob berasiz? Men sizga shunday, buning javobi siz o'ylagandan necha hassa cho'ng'ir. Yuqorqi savolning tugunini yeshish uchun birinchi bo'lib biz insonning marhamati bilan yaratuvchining marhamati o'rtasidagi farqini aniq ayirib berishimiz shart. Bu ikkisi butunlay o'xshamaydi. Mana bu yerda diqqat qilinglar. Biz insonlar marhamat qilganda, amaliyotda bu ko'pincha hollarda bir xil reaksiyadan iborat bo'ladi. Shunday-ku, boshqalarning azobini ko'rsak, ba'zan "Mana shu kunga qolib qolmaydi" degan qo'rqinchda yoki bo'lmasa ma'lum bir mukofot umidida yardım qilamiz. Yine kelib biz kimdir bunlarga marhamat qilishimiz uchun bu odam oldi bilan mavjud bo'lishi kerak. Ammo ilohiy marhamatchi, wow, bu butunlay boshqa bir hukm. Ilohiy marhamat hargizda bir reaksiya emas, u yo'qlikdan borlikka keltirish harakatidir. Ya'ni, yaratuvchining marhamati yo'qlikka nazar solganda shu damdila yo'qlik borlikka aylanadi. Bu deganik mavjudlikning o'zi dal Allohning marhamatidir. Endi bu nuqtadan yangi bir qadam yig'laylik. Marhamatga faqatla bir xil hissiyot deb qaramasdan, uni butun koinotni tutib turadigan bir kuch, ya'ni tortish kuchi sifatida tasavvur qilib boqaylik.
bu merhamet gücünün ne kadar hayvetlik ekanini bilemisiz. Atom yadrosu etrafında uçup atkan elektronlarını çeçilik etmeye birlikte tutup durgan güç bilen, şunca yoğan yer şarına, bu yer etrafında izçil aylandırıp atkan güç ameliyatı del muşu merhametin tartış gücüden ibaret. En galtız yeri kayardı demisiz. Kış günleri tatlı uçkusudan geçip hiç kandak maddi menfaat yoktur mu? Səhərdə bamdat namazını oyğanan bir mümini ornundan durğuzan güç mü? Şu, həməsi şu birlə, görünmez ilahi tartış gücünün tutkusudan bulup atıyor. Şundayken, çalışmazlık nöqtəsindən bir oynanıp bakayım. Allah'ın bu iki güzel ismi Rahman ve Rahim'nin ortasında zoda qandaq fark var. Qarang, Rahman bolsa Allah'ın zatıga, mahiyetiga tava bolgan en asaslık mutlaq merhamettir. O gübeyaki hemmini qaplap turgan bir gayet zor günlük. Ona aslında otxur qoynumu var, yırtqış borumu var, xushbo'y gülüm var, şundaqla adamni chiqadigan tikanimi var. Yani bütkül mevcudat. Ama Rahimcu, o Allah'ın hareketi ve işi tavva, tehime hareketçen ve xaslaştırılgan bir merhamet. Bu faqat yaratqushisi bilan aktiv munosabat o'rnatishga intilganlarga alohida beriladigan zapas merhamettir. Qisqasi, Rahman sizni yo'qlikdan bor qilib, oziqlantirdi. Rahim bo'lsa siz bilan bo'lgan shu alohida rishni qo'g'diydi. Ma'qul. Endi bu abstrakt nazariyalarni qo'yib turib, reallikqa qaytib kelaylik. Au bizni qiynayotgan yer tavrash va tabiiy ofatlarni bu nuqtadan qanday tushunamiz? Azab bilan marhamat, zodi qanday munosabatda? Hem nerse bizim qaysi noktadan qarayotganımızga bağlı. Biz insanlar yer tevresi, bayacan bu nima degan rahimsizlik, bütünlüğü veyran qildigan yamanlık gen bu deyiz. Lekin makro alam noktasından, yani ilahi nazardan qaraganda-chu, yer shari faqatla nafas ilyotidi. U charchagan topraqlarni aylantiryotidi. Agar yer tavrash orqali yer ustidagi aşırı tektonik besinlar asta qo'yib berilmasa nima bo'ladi bilamizmi? Bütün yer shari go'yo bir soatlik bombadek tamamen portlab ketadi. Demek yer tavrash amaliyotda bu sayyoraning hayot qilishini kafolaatga ega qiladigan bir bexatarlik sabab ekan, shundaqmi? Shunga mundaq bir gap bor. Bu meni pek ta'sirlantirdi. Yolg'izlik şeylerinin mohiyatidan mavjud emas. Hamma narsa marhamat bilan qoplangan. Biz faqat vaziyatning butun ko'rinishini ko'rolmaymiz. Dal shundoq. Cho'ng kartinidan qaraganda har bir hodisaning orqasida umumyuzlik bir marhamat yashiringan. Bizning yomonlik qilayotganimiz amaliyotda bizning shu g'oyat zo'r puzzlening faqat bir kichik parchasini ko'rib qolib, xato hukm chiqarishimizdan iborat. Unda da shunchalik g'oyat zo'r butun olamni qoplagan bu ilohiy marhamat bilan siz va mening kundalik qiladigan duolarimiz o'rtasida qanday aloqa bor? Rahman so'raganga berdi, Rahim so'ramaganga g'azab qildi. Nima degan ajoyib ziddiyat bu? Shundaq-ku. Yaratquchi bizning uningdan marhamat so'rashimizni, uningga yelinishimizni bekim xohlaydi. Ammo bizdagi masala nima? Biz xuddi oldida cho'ng bir dasturxon tursa, faqatla bir kichik shokolad so'rayotgan sevgi bo'laydik. Nurg'un vaqtlarda o'zimizning haqiqiy nimaga muhtoj ekanligimizni faqatla bilmaymiz. Biz doim shunchalik kichik, o'tkinchi, ushshaq-tushak narsalarni so'raymiz. Xalifa Harun ar-Rashid to'g'riliq uni qiziqarli tarixiy hikoyani anglab boqqanmisiz? Xalifa bir kuni vaziriga "Mendin xoliqingni so'rayar" debdi. Boshqa bütün adamlar oltin, mol-mulk, mansab so'rayotsa, vazir qarab turib, "Men faqat sizning muhabbatingizni so'rayman" debdi. Xalifa hayron qolib so'raydi albatta. Vazir shundoqdan javob beradi-ki, u "Men sizning muhabbatingizga erishsam, bütün qolgan narsalarning hammasiga erishgan bo'laman" deydi. Mana bu en cho'ng sir. Yaratquchining o'zin, uning roziligini so'rash barliq talablarning en yuqori pallasi, en cho'ng to'g'ri javobidir. Şoňa ahyrda öz-özümizden muş sualını so'rab bakayla. Biz künde dua qilganda haqiqatan namiga muhtoj ekanligimizni aniq bildik. Qo'limizni ko'targanda biz faqat ilohiy marhamatning kichikgina bir uvoq qismini so'radik yoki shu mutlaq marhamat manbasining o'zinimi? Bu qatimlik tushuntirishimiz orqali kallingizdagi marhamat va azob to'g'risidagi burungi tushunchalaringiz yangilanib, butunlay boshqacha bir nuqtani boyqagan bo'lishingizni umid qilaman. Bugun men bilan birga bo'lganingizga rahmat. Keyingi qatimlik tushuntirishimizda ko'rishgacha omon bo'linglar. Yaxshimisizlar ko'pchilik? Bugungi tahlilimizga xush kelibsizlar.
Bugun biz manbalarimizga tayanib, intahoyan cho'nqur bir o'qum, Rahmon, ya'ni cheksiz mehr shafqat ustida to'xtalamiz. Biz hammamiz mehr shafqat degan so'zni doim anglab turamiz, ammo buning olam shumul miqyosdagi ma'nosi zoti qanda? Bugungi izlanishimizda mehr shafqatning faqatla bir yumshoq hissiyot emas, balki butun koinotni tutib turadigan asosiy kuch ekanligini bilib yetamiz. Qani, bu murakkab o'qimni birlikda yeshib chiqaylik. Hammamizin ko'nglida mundaq bir savol paydo bo'lishi intayin tabiiy. Shundami? Agar koinot rostdanla teksiz mehr shafqat bilan yaratilgan bo'lsa, nima uchun dunyoda shuncha ko'p azob uqubat, yer tevrash va yo'qotishlar yuz beradi? Bundan gumonlanishlar tamoman o'rinli. Bugungi tahlil qiladigan manbaimiz dal mushu murakkat va ziddiyatlik tugunni yeshib turadi. Qani, birinchi qismga nazar solaylik. Insoniy mehr shafqat. Manbaimiz bu abstrakt ilohiy o'qimni dal bizning kundalik turmushimizga va kechirmishlarimizga bog'lab tushuntirishni boshlaydi. Bir o'ylanib bakınlarcha. Ko'chada yordama intayin muhtoj birasini ko'rib qolganlaringizda ichinglarda zaten nima ish yuz beradi? Manbadagi analizga asoslanganda burundagi ochqulchilik nuqta vijdon. Uyg'oq bir vijdon go'yoki bizni harakatga kelishga undaydigan bir sado bo'lib, bizni ojiz va muhtoj kishilarga yordam qo'limizni sunishga majburlaydi. Demek, manbada alohida ta'kidlanganidek, Xudoni tushunish uchun biz oldi bilan o'zimizga, ya'ni inson tabiatidagi vijdon va hisdoshlikqa nazar silishimiz kerak. O'zimizga tanish bo'lgan, o'zimiz his qila oladigan bu insoniy mehr shafqatni tushungandida, ondan nazar doiramizni tixmu kengaytib, yaratuvchining u buyuk mehr shafqatni tasavvur qilishga boshlaymiz. Hamda ikkinchi qismga keldik. Koinotning sirri. İnsani hisdaşlıktan halkıp, kainatdagi fiziklik kuvvetlerge nazar salalalı. Manba bu yerde ruhaniyet bilen ilim fenni birbiriga acayip maslaştırıp görsetip beridi. Manbadaki bu cümlede alahide dikkat kalınlar. Mehir, şefkat, mahiyette tartış gücüdür. Bekle hayran kalarlık bir seliştirme. Şundan mı? Mehir, şefkat fakatla bir hal hissiyat emez, belki kainatlı tutup duruyduğun fiziki kanlı ayetler bilen vivasta bağlanan bir kuch deputtara koyulgan. Amaliy misollar bilan o'ylab boqayli. Agar koinotda bu xil mehr shafqat, ya'ni shu o'zaro jalb qilish kuchi bo'lmasa nima bo'ladi? Atom yadrosini oynini potgan elektronlar chechilib ketadi, yer shari o'z hamrohi bo'lgan oydan ayrilib qoladi, hatto bizning tomirlarimizdagi qonmu aylanib yurakka qaytib kelmaydi. Qisqasi, barliq mavjudotni bog'lab turadigan bu jalb qilish quvvati dal shu cheksiz rahmatning fizikli namoyandasidir. Üçüncü kısım Rahman ve Rahim farkı. Bu intihayin mühim bir nokta. Biz çokum bu iki Arapça söz oturusudaki ilahiyetşünaslık farkını ayrı verişimiz gerek. Manba bunu berk iyinik yeşip vergen. Qaranglar, bir tarafda Rahman var. Bu yaratılğuchining o'z mohiyatiga tava, hargiz o'zgarmaydigan, shundaqla barliq yaratilgan mavjudotga teng qaraydigan shafqatdir. Yana bir tarafda bo'lsa Rahim turdi. Bu qism uning harakatiga tava, ya'ni e'tiqod yoki ma'lum yaxshi amallarga qarata maxsus va o'zgarishchan holatda beriladigan shafqatdir. Oddiy qilib aytganda, Rahman uning zotidagi mehr, Rahim bo'lsa uning ishidagi mehrdir. Bu yerdeki en kızıkarlık bir baykaşını dep vereyim. Arap dilinin gramatikisi öz aldığıyla acayip bir matematiklik mucizeni yoğuşuran Rahman sözünün kurulmasındaki koşumsa erpler, koştil ve hesrep köpetiş meynasını belidiken. Yani özünüz tesavvur kılayadığıyla en çoğu meyri şefketini uyulan dep, ona 2 kobeyleytin. Anden çıkan neticenin yine 2 kobeyleytin. Mana moşundak, çeksizlik geçe kubeytiş şeriyanını köz altınıza keltürün, bu deltil şunaslık noktası ile çüsendirildiğin Rahman'ın sırrı. Manba bu yerde yine bir bak çokor kunuplan oturuyagaydı. Bilisizlermi? Biz insanlar mehir gösteriş için karşı tarafta çokun bir nerse yaki bir adam mevcut oluşu gerek. Ama yaratkuçunun rahmanlığı bir nersenin mevcut oluşunu şart kılmaydı. Rahmanın şefkatı tehi yokluk derecesinde turgan, hiç neme olmagan nerseler gibi yetip var o. Mundakça aytkanda yokluktan bar kılış hareketinin özü ameliyette en âli mehir şefkat hesaplanıyor. 4-chi qism. Har narsani o'rab turg'uchi rahmat. Kelinglar, endi bu mutlaq rahman o'qumining barliq mavjudotlarni zodi qaysi darajada qoplaydiganligi ustida to'xtalib o'taylik. Manbada ko'rsatilgan bu asosiy naqlga qaranglar. Benim rahmetim hemen nersini öz içine alıyor. Bu cümle bizge hemen nerse degan bu ukumnun ameliyette neylerini öz içine aldıkana uylanışımızga sahne hazırlap veriyordu. Hoş, undakta bu hemen nerse degen zadi niyeme. Manbaning nihoyatda yeniq sharhlashicha, Rahmonning bu mehr shafqati bu dunyoda tamoman shartsizdir. U mu'minga mu kofirga mu teng beriladi. Tasavvur qilib boqinglar. Bo'ri bilan qo'yinni, gul bilan tikanni,
Hatto tarixdagi aşı zolimlar bilan payg'ambarlarni bu dunyoda o'xshashla quyosh nuri bilan isitadi, havo bilan ta'minlaydi. Ya'ni bu rahmatdan hech kim, hech qanday narsa chetda qolmaydi. 5-qism qiyinchilikdagi yoshurun rahmat. Endi biz bugünkü tehlilimizning en qiyin, shundaqla hammamizni en ko'p o'ylantiradigan qismiga kirdik. Dünyadaki azap uqubatlar bilan ilahi mehir shafqat o'ttirasındagi bu ziddiyetni qandaq yaşayınız? Biz dünyada afetlerini, kıyınçılıklarını ya da ilahi ceza deb qaraydığından işlerini gördüğünde özümüzden mundak sorayemiz. Bu kıyınçılık ve afetler mi hakikaten bir rahmet mi? Bu bekle iyi bir sual emes mi? Meme bu murakkab sualga yer tevreş o'xshatishi orqali ajoyib bir javob berdi. Qaranglar. Yer sharining ichki qismidagi tektonik taxtalar surkilib, paydin-pay intayin g'oyat zo'r besim yig'iladi. Agar yer tevreş bo'lib, bu besim qo'yib berilmasa, bilib qo'yingki, yer shari xuddi bir bombaga o'xshash butunlay portlab ketadi. Demak, yer tevreş bizga bir vayron xulg'uchi opatdek ko'rinsa-mu, ammo bütün manzaradan elib etganda, u yer sharining mavjudligini g'o'dab qolishdagi en büyük mehr shafqat va qo'g'danish mexanizmi hisoblanadi. Shuning bilan manba bu falsafaviy qarashni mundaq xulosalaydi. Hech qanday narsa mohiyatidan yomon qilib yaratilmagan. Ya'ni şeylarning aslida yomonlik yo'q. Yomonlik shu narsani xato ishlatishdan yoki biz insonlarning cheklik nazarimiz bilan shu ishning orqasidagi olamshumul buyuk manzarani ko'rolmasligimizdan kelib chiqadi. 6-qism duo va murojaat. Xulosalash oldida biz bu cheksiz mehr shafqatga qaysi shaklda inqos qaytarib, uni qanday qilib o'z harakatimiz bilan moslashtirishimiz kerakligiga nazar solaylik. Manbadaki intayin tasirlik bir tarihi hikayeye dikkat kılayalım. Abdullah İbni Mübarek ismindeki bir zat hac seferi gider. Sefer ceryanında o bir aile yetimlerin açlıktan tirik kalış üçünle ölüp kalan bir kuşu yiyişke mecbur oluyorlarını görüp kalır. Şu an o nimet kılıyor biler misiniz? O derhal hac seferini bikar kılıp bütün sefer hiracatını şu yetimlere veriyor. Keyin melum oluşuca onun Mekke'ye varmayı turup kılan bu insani mihir şefkati sebeplik onun haccın mucizelik halde kabul kılınıyor. Bu bize özümüzdeki insani mihir şefkatin ilahi iradeyle kandakun mükemmel birleşeceklerini gösterip veriyor. Mənbənin təkidləyişicə, dua faqatla ihtiyacımızın sorarsına ibarət emas, belki o huddi ibadetin mengisige oşuyordu. Biz dua kıldığında, əməliyyatda özümüzün acizliğini ve çeklimliğini ten alıyoruz. Şundakla, bütün kainatını kaplayan şu çeksiz mehir şefkatke mutlak tayınıdığanlıklığımızını itiraf kılıyoruz. Biz həmişə dünyadakı qiyinchiliklarga, azablarga shikoyat qilyapmiz. Ammo qachon shikoyatni to'xtatib, shu barliq mehr shafqatning birla manbasidan to'g'ri narsani talab qilishni o'rganalaymiz. O'ylab boqaylar. Biz zodi nega muhtojligimizni o'zimiz yaxshiroq bilib oldik yoki yaratuvchi yaxshiroq biladimi? Bu savol har birimizning hayotdagi qiyinchiliklarga qanday muomala qilayotganligimizni qayta bir o'ylab chiqishimizga turtki bo'lg'usi. Bugungi tahlilimizga hamroh bo'lganinglarga ko'p rahmat. Keyingi qaytamliq programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Yaxshimizlar, bugungi tahlillik tushuntirishimizga xush kelibsizlar. Bugun biz Mustafa Islomog'lining ilohiyatga oid bakla chunqur va kishini o'ylantiradigan bir darsini asos qilib, rahmat va mehr shafqat to'g'risidagi tushunchamizni butunlay yangi bir seviyaga ko'taramiz. Biz odatda mehr shafqatni faqat insonlar orasidagi bir xil hissiyot deb o'ylaymiz. Shundaq-ku, lekin bu manba bizga undan nimhal qilgan bir haqiqatni, ya'ni butun koinotni tutib turadigan bir sirli kuchni tushuntirib beradi. Temaga kirishdan burun men sizlardan mundaq bir qiziqarliq, balki ilg'iri o'ylanibmi boqmagan savolni so'rab baqayin. Fizikadagi tartish kuchi bilan ilohiy rahmatning zodi nima munosabati bor? Balkim siz hozir bu ikkisi butunlay boshqa sohadagi gap deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin, ammo bugungi bu tahlilimiz sizning rahmat to'g'risidagi barliq qona qarashlaringizni astan ustun qilib aytadi. Biz faqat bir hissiyat deb biladigan narsaning amaliyotda butkul olamning tayanch kuchi ekanligini ko'ramiz. Pulda. Amsa qilib billah ko'rib baqaylar. Manbada ta'kidlanishicha, koinotdagi asosiy jalb qilish kuchi, ya'ni arabchada joziba deb atiladigan bu tartish kuchi amaliyotda ilohiy rahmatning dal o'zi ekan. O'ylab baqing. Agar bu kuch bo'lmagan bo'lsa, elektronlar atom yadrosining atrofida aylanmagan, modda, ishya degan narsalar aslo mavjud bo'lmagan bo'ladi. Ay yer shari quyoshni aylanmaydi. Hatto tumurlarimizdagi qon yuragimizga qaytib kelmagan bo'ladi, shundaqmi? Ya'ni biz bu moddiy dunyoda ko'rayotgan tartish kuchi va rishta dal ilohiy rahmatning fizikaliy ko'rinishidir.
So'zlaygichi rahmat o'qimini oddiy bir insoniy hissiyatdan tartib chiqarib, alamini tutib turadigan makro darajalik bir kuch seviyasiga ko'taradi. Bizning namozga qo'pishimiz, ma'lum bir g'oyaga intilishimizning hammasi mana shu tartish kuchi bilan munosabatlik. Birinchi qism olamshumul tartish kuchir. Ikkinchi qism Rahmon ismining ma'nosi. Hamda buni tilshunoslik va ilohiyat yiltiziga qaraydigan bo'lsak, yaratquchining Ar-Rahmon degan ismidal mushu rahmatning cheksiz, mutlaq manbasini ko'rsatadi. Bu shunchana bir quruq so'z emas. Uning grammatiklik qurilmasining o'zila bizga bek ko'p narsalarni so'zlab beradi. Rahmon so'zi arabchadagi mubolag'a shaklida yasalgan bo'lib, uning tarkibiga qo'shilgan harflar qo'shiliq ma'nosini, ya'ni ikkiga ko'paytishni bildiradi. Buning qanday tushunimiz? Qalbingizga kelgan eng cho'ng rahmatni tasavvur qiling. Andan uni ikkiga ko'payting. Hamda u chiqqan natijami qalbingizga sig'di-ku. Shunga uni yana ikkiga ko'payting. Buning hech qanday cheki yo'q. İnsan aqli faqatli hisoblab chiqolmaydigan darajadagi chegarasiz bir rahmatdan so'z qilyapmiz. Uchinchi qism insoniy mehr bilan ilohiy rahmatning farqi. Siz o'ylanib yaqinlarchi biz odatdagi turmushimizda kimlarga qanday ahvolda rahm qilamiz? Bu selishtirma nihoyatda qaltis ish bergan. Ya'ni bizning boshqalarga mehr qilishimiz uchun qarshi tarafda cho'g'im qiyinchilikka uchragan birarsi bo'lish kerak. Bizningki faqatla reaksiya, biz yaralangan qushni yoki och qolgan odamni qurib andan rahmatimiz keladi. Ba'zida hatto agar men mushkunga qolsam, menga boshqalar yordam qilsin degan shaxsiyatchilik yoki muqobat olish o'yimi aralashib qoladi. Ammo ilohiy rahmat butunlay boshqacha. U yaratadi. Ya'ni yaratquchi rahmat qilish uchun qiynalayotgan birarsiga muhtoj emas. Aksincha, ilohiy rahmat yo'qlikqa yuzlanganda yo'qlikdan mavjudiyat paydo bo'ladi. Ilohning rahmati mutlaq shartsiz va hech qanday manfaatga bog'lanmagan. 4-qism Rahman va Rahim o'rtasidagi farq. Bu bizni ilohiyatdagi bekli muhim bir farqini tushunishga yetaklaydiyor. Siz daiman anlab turdan Rahman ve Rahim deden bu iki isim oturusunda intayin incikeler ve asasi farkı var. Logikasiga dikkat kılınız. Rahman bolsa özgermez, mutlak, makro derecedeki şartsız rahmet kurulumsunu körsetiyor. Uhudlu kuyaş nurudek hemmige tek düşür. Bu rahmetten mümin mi, kafir mi, kozu mu, boğru mu, gül mü, tiken mi, habil mi, hatta kabil mi okşasla berhimen bolur. Ama Rahim bolsa mikro derecelik yaratkuçunun işindeki alahide şefkati körsetiyor ve o alahide nişan kılınanlara, hususen müminlere geberlidigan artıkça itifattır. 5. qism qolaymoqinchilik ichidan rahmat netbish. Balkim mushu topda qoldingizga shu mashhur yomonlik masalasi kelayotgan bo'lishi aniq. Agar koinot butunlay rahmiyat va mehr ustiga qurilgan bo'lsa, undan da og'riq, afat va mushuncha ko'p qolaymoqinchiliklar bu sistemaga qanday sig'adi? So'zligichi bu nuqtani bekla qaltis va yengicha nuqtadan yoritib berdi. Biz qo'rqadigan, ziyonliq deb qaraydigan narsalarmi amaliyotda umumning mavjudligini qo'g'daydigan bir xil rahmat ekan. Masalan, yer tavrishini olaylar. Agar tavrish bo'lmasa, tektonika taxtalari orasindagi g'oyat zo'r bosim qo'yib berilmay, yer shari bir bombadek portlab ketgan bo'ladi. Yer tavrish mohiyatda yer sharining par qozonidagi bosim qo'yib berish klapanini o'xshash bir qo'dug'ichi, ya'ni rahmatdir. Biz o'ylarimizni xato joyga silib olibla, ondan buni zahmat deb qaraymiz. Xuddi shuningga o'xshash, biz yerganadigan axlatxo'r hayvonlar tabiatning eng mukammal tozalikchilari bo'lsa, biz qo'rqilgan yılanlar ekologiyadagi zaharlarni tangpunglashtirib turadigan ochquluq jonliqlardir. Shunga bu yerdagi eng xalqiliq nuqta nima desangiz, alim shumul nuqtadan qaraganda hamma narsa mohiyat jihatdan yaxshidir. Manbada ta'kidlangan rahmatim hamma narsani o'z ichiga olgan degan bu ilohiy prinsip yomonlikning aslida shu bir modda yoki maxluqotning mohiyatida emasligini ko'rsatib beradi. Yomonlik faqatla bizning cheklik tushunchamizdan yoki shu narsani yaratilish maqsadidan boshqa o'rinlarga xato ishlatib berishimizdan kelib chiqadi. 6-qism insonning berishga tegishlik ay oliy inkasi. Bo'lidu. Ammo kelinglar, bu qoyat zo'r olam shumul uqumlarining qandoq qilib bizning kundalik amaliy harakatlarimiz bilan tutishida qolganligini ko'rib boqaylik. Koinotni qaplagan bu rahmatga biz insonlar zodi qandoq inkas qaytarishimiz kerak. Manbadagi bu ta'sirli hikoya bizga haqiqiy javobni beradi. Ataqliq olim Abdullah bin Muborak haj safarida ketib, bir axlatlikdan o'lib qolgan qushni turi o'lib ketayotgan bir qizni ko'rib qoladi. Sababini surishtirganda u qizning uyida ichirqigan yetim o'kulariga yugizish uchun shunday qilishga majbur bo'lganligini biladi. Shu hamon u nima qiladi
qildi bilamisiz? U darhol haj safarini bekor qilib, shu esil safar uchun tayyorlagan butun boyliqni ashu yetim bolalarga yana qilib yetadi. Ko'rdimlarmi? Haqiqiy rahmatni tonish deganlik quruq falsafa so'zlash emas. U real hayotda qilchinib soniyatsiz holda boshqalarga amaliy yordam qilishni talab qiladi. Shuning birga yana bir muhim inkas ichki dunyomizdagi tavazudir. Ya'ni bizning bu rahmatga to'lgan g'oyat zo'r koinotda zodi qanchalik kichik, ojiz bir zarra ekanligimizni his qilishimizdir. Bu mutlaq muhtojligimizni, ya'ni manbada itilgandek iftiqorni tunib yetganimizda biz tabiiyla duo qilishga yo'zlanamiz. Duo bizni yaratuvchi bilan bog'laydigan eng bayvasta rishtaga aylanadi. Manbada bu haqda alohida ta'kidlangan bir qaltis bir so'z bor. Duo ibodatning mengisidir. Xuddi mengisiz odam yashay olmagandek, duosiz ibodatmi xuddi quruq, ruhsiz bir gavdaga o'xshaydi. Duo qilmaslik amaliyotda nimadan kelib chiqadi? U yaratquchini o'zidan yiroq deb xato o'ylab qolishdan kelib chiqadi. Amaliyotda bo'lsa, u bizga o'zimizning bo'yin to'mirimizdan yaqin. Bizning duoyimiz ashu shartsiz, cheksiz rahmatga uzatilgan eng bevosita, eng chin qo'limizdir. Mana bugungi tahlilli tushuntirishimizning oxiriga kelib qoldik. Sizga amdi cho'nqur o'ylanadigan mundoq bir savolni qoldirib qo'yay. Agar koinot quruq fiziklik moddalardan emas, balki dar shu mutlaq, shartsiz ilohiy rahmatning tortish kuchi bilan bir-biriga bog'langan bo'lsa, siz o'zingizning bugungi, hozirgi qadam va harakatlaringizda ashu alamshumul rahmatni qandoq aks ettirasiz? Atrofingizdagilarga g'azab va tanqid ko'zida emas, balki rahmat ko'zida baqalamsiz. Keyingi qaytim yer tavrashdek yoki turmushdagi biror qiyinchilikdek og'ir bir ishga duchor kelganda, uningga shikoyat qilishdan burun, uning yoshurun rahmat tarafini tushunishga tirishib ko'ramsiz. Mushular haqida obdan bir o'ylanib qo'ying. Bugungi tahlilimizga hamroh bo'lganinglarga ko'p rahmat. Bilim elish, yangilik bayqash safaringlar hargiz to'xtab qolmasin. Yaxshimisizlar? Manbalarni yeshib beradigan bugungi izlanishimizga xosh kelibsizlar. Bugun biz shundoq bir ajoyib o'qim ustida to'xtalamizki, u alam bo'shlig'i fizikasi bilan qadimki ilohiyat shunoslikni bir-biriga chambarchas bog'laydi. O'ylab boqing, biz doim tilga oladigan, ammo mohiyatiga ancha yetib ketmaydigan bir sirli kuch bor. Butkul koinotni chuvilib ketishdan saqlab turadigan, bizga yip-yangi bir ko'znak ochadigan mushu ilohiy rahmat haqida qizg'in paranglashimiz. Eng avval o'yimizni beklar yediglaydigan bir savoldan başlayalım. Tartış gücü, insanın vicdanı ve bizning mushu dünyadaki mevcutluğumuz ortasında qandaq ortaqlıq var. Belkim siz, hey, fizikali kuvvet bilen insanın hissiyatı bütünle iki dünyadaki iş, hiç qandaq alakası yok deb o'ylashingiz mumkin. Ama bugünkü mənbələr bizge şunu ko'rsatib beradi ki, bu sualın cevabı sizin kainatning qandaq ishlaydiganlikqa bo'lgan an'anaviy qarashingizni bütünle ag'dirib tashlashi mumkin. Meyli, qaniyamsa bu sirliq dunyoga birlikda kirib bag'ayli. Bugungi mundarajimiz bundoq. Birinchi, joziba sirri. Ikkinchi, inson va ilohiy rahmat. Uchinchi, Rahmon va Rahim. To'rtinchi, yomonlik xom xiyoli. Va oxirida, duoning kuchi. Biz qoyat zo'r makrolik koinotdan tortib, o'zimizning mikrolik ichki dunyosigacha bo'lgan bir safarni boshdan kechiramiz. Birinci kısım, cazibe sirri, yani celp kılış gücünün mahiyeti. Bunu to'liq tushunish uchun qadimki arab tilidagi ba'zi so'zlarning yiltiziga qaytishimizga to'g'ri keladi. Kishilar ko'pincha xato tushunadigan bir uqum bor. El-Rahman, ya'ni shartsiz va cheksiz rahmatning qaynoq bulug'i. Buni tushunish uchun cho'g'im jozibani bilishimiz kerak. Joziba deganimiz nima? U dal magnetlik tortish va jalb qilish kuchi. O'ylanib boqing, agar shu kuch bo'lmasa, bütün mavjudlik chuvilib, yo'g'ilib ketadi. Mana bu kuch amaliyotda rahmatin o'zidir. Qarang, kainatda biz adete pakatla tartış gücü deb atap gelen hadiseler çoğunculuk gördü. Mesela atom yadrosunu çörgüleyip atan elektronlar, yer şarını sadıklıkla aylenip atan ay, tomurlarımızdan tohtosuz yüreğe akıp gidisen kan ve hatta bir ananın perzentine olan aşu tabii ki şartsız muhabbeti. Bilip kalın ki, eğer bu cezve yani muşu rahmet olmadım olsa, planetler orbitasından çıkıp veyran olattı, madde mevcut olamaydı, hayatlık şu haman tohtaydı. Hemmisi del muşu sırlı güç bilen tutulup durup. İkinci kısım, insan bilen ilahi rahmet uttusirgi fark. Hem de biz mikroskopunu kaynattan alıp özümüzün mengisine ve psikolojisine doğrulayalım.
Buradaki seliştirme hakikaten adamı uyga salıyor. İnsanın rehim şefkatiyle ilahi rahmet otturusunda asman zemin fark var. Bizim rehim kılışımız köpünce sodalışış karakterine ege. Şundak mı? Başkalarına yardım edersek ya birer teşekkür kütümüz ya ki bulmazsa vay canım ben de günlerden birinde muşundak aciz kısmete kalıp kalmayayım diyen içki korkunçla içimiz ağrıyor. Ama ilahi rahmet bütünlüğüyle başka şey. O hiç kandak şart koymuyor, hiç neme kütmüyor. Huda'nın rahmeti pekala acizlara iç artış bile çeklenleniyor. Belki yokluğa nezar serip onundan varlığı vücuda keltireceğin yani rahmet kılıp yaratacağın sırlı yaratış gücüne ige mucizedir. Üçüncü kısım Rahman ve Rahim iki ilahi isminin sirri. Siz burun anglap bakkan, qaramakta bir-biriga bakla o'xshashib ketadigan bu ikki ism o'rtasida mohiyatlik va g'oyat zo'r bir farq bor. Tasavvur qilib boqing, Al-Rahman xuddi quyoshga o'xshaydi. Quyosh nur chachqanda talab o'ltirmaydi. U xushpurak gulgumi, shundaqla tikanlik yava o't cho'pgimi o'xshashla nur chechib illafurut berdi. Ya'ni Rahmanning rahmatidan barliq maxluqot, yaxshisimi, yomonimi umumiyuzlik bahramand bo'ladi. Ama El-Rahim bo'lsa, alohida harakatga asoslangan xos bir rahmatdir. U quyoshning o'zi emas, balki quyoshga qarab echilgan va shu nurni talab qilanlarga beriladigan maxsus ortiqcha bir illiqlikdir. Bak aniq shunda-ku. Manba bizga tilshunoslikdanmi shunda ajoyib bir sirni açıp berdi. Er-Rahman sözü de Arapça alahide bir goş kişilik yani ikilik gramatika şekli yoşurungan. Bu ne demek dedik? Matematiklik kılıp düşlendirsem, menginizde tasavvur kılalaydığı en çoğun, en çeksiz rahmetini oylan. Oylap buldunuz mu? Hem de onu 2'ge kopayting. Çıkkan şu neticeni yine 2'ge kopayting. Bu ceryan hiç kaçan tohtap kalmaydı, o çeksiz devam buluşudu. Demekçi men ki, bu sözdeki mehir şakatsiz oylagandan tasavvur kılgıksız derecede hassilap köptür. 4. kısım. Yomonlik ham hayali. Zodi nima uchun dunyoda ofatlar bor? Delam o'sha yerda hammamizning kallasida o'rtoq bir cho'ng xalqiliq savol paydo bo'ladi. Agar koinot mushundoq cheksiz bir rahmat ustiga qurilgan bo'lsa, nima uchun dunyoda shuncha azob, uqubat, ofatlar bor? Bak, yaxshi savol. Bu analiz bizga shuni ko'rsatib beradiki, masalan biz qo'rqinchli deb qaraydigan yer tavrashni olaylik. Amaliyotda u yer sharining mehribonlik qilopani, ya'ni basim qo'yib berish eg'izidir. Tektonik taxtalar orasidagi g'oyat zo'r basim shu orqali yangilib turadi. Shundaqla yer tavrash orqali cho'nqur qatlamdagi minerallar, shifoli arshonlar yer yuziga chiqadi. Agar bu basim chiqib ketmasa-chu, yer shari allaqachon portlab ketgan bo'ladi. Bularning hammasi hayotlikni qo'g'dash uchun keraklik bo'lgan rahmatdir. Demekçimenki eğer biz insanlar del hatarlı yer tevreş yeriklarının üstü geleşer ve övlerini seliverip andan yer tevrilgende tabiatı yaki yaratıcını ayıplesek bu rahmetin kemçiliği emez. Belki bizim yani insanların hatalığıdır ve çoğun benzerini göremezlikimizdir. Bunundan çıkıdagan holası hakikaten bu adama hayran kaldırır. Yamanlık aslında nersilerin mahiyetinde mevcut emez. Biz vay hudayım bu neme dergen kalay mıkançılık, neme dergen veyrançılık dep oylagan hadiseler emeliyatite biz hiçe toluk çüşenmegen mükemmel bir kainat tertibidir. 5. kısım. Duanın gücü ve şu rahmet bilen kandak tutuşuş gereklikli hakkında. Muşundaq cheksiz, ulug'var bir kainatlik rahmetni tushungenden keyin biz bir inson sifatida zodi nima qilishimiz kerak? Manbadagi mana bu bir jumla so'zga alohida diqqat qilin. Men kichikman, sen buyuksan, men sanga muhtojman. Buni tushunish dal iftiqor uqumudur. Yani bizning shu mutlaq kuch oldida o'zimizning naqadar kichik ve muhtoj ekanligimizni cho'ngur his qilishimiz, faxrlanishdan voz kechishimizdir. Bu odamni bekla ta'sirlantiradigan bir ruhiye bilish jarayoni bo'lib, biz ana shu ojizligimizni e'tirof qilgandala, shu cheksiz manba bilan haqiqiy ravishda ulunalaymiz ve yükselish yo'liga kiralaymiz. Zamanəvi cahiliyet ve butperestlik dese, nurgun kişiler taşya yaki yağaç heykellere çokunuşunu olaylıdı. Yak, bundakla addiyemez. Bu analizge asaslananda, bugünkü zamandaki en çok hata qaraş, yaratkucunu bizden, bizim takdirimizden bek yarak, dualarımızı anlamaydı yaki, perva kılmaydı da olayıştır. Bu kati hata. Dua kılış, pekerle kuruk bir dini murasimemez. Belki u, kainattaki muşu umumi yüzlük rahmet bilen bizi tutaşdırı doğan en aktif canlık bir kövrüktür. İbadetin mengesidir. U, mehriban güç, ameliyette bizim kızıl kan tomurumuzda muygandır. Hamda bu sangasıl dikkat kılıp körüp bakın. 1%. Köz aldığınızda kelturun. Bu pakatla kuruk bir matematiklik son emez, mutlak emez. Bu, tarixdan buyanki en tesirlik ve en çoğungur peygamberlik metaforalarının, yani okşetislerinin biridir.
butkul rahmat va shafaqatning zodi qanday taqsimlanganligi haqidagi mo'jizalik bir tushunchadir. Bunu anlasınız, haqiqatdan hayran qalısınız. Tarixdən buran biz görüb, anlap baqqan barlıq anılarının fərzəndiga bolğan aşu çəksiz köyünüşü, hayvanlarının bir-biriga bolğan acayip söygüsü, xülasələb eyqanda yeryüzüdə yaratılğandan tartıb bugünküçə bolğan cimmiki mehribanlıq və rəhim şəfqətinin həmmisi qoşulub, Xudanın umumi rəhmətinin fəqət və fəqət 1%-dən gəlgən. İşini vatavınızmı? Fəqət 1%. Qalğan 99%-i rəhmətni bolsa, yaratıcı özü də saqlab qalğan. Bundaq oylab baxsaq, bizning insanlar arasındaki barlıq qiyinçılıq və azab uqubətlərimiz bu çəksiz uluqvar mehir şəfqətinin aldıda şunçəlik kiçikkina, şunçəlik ötkünçü bir nərsəyə aylanıb qalmasmı? Bugünkü qiziqarlıq izlenişimizni dəl muşu bir çonqur sual bilan ayaqlaşdıraylik. Biz endi bayatından beri eynik gördük ki kainat kuruk, soğuk cisimler yığındısı emez. Belki o çeksiz bir mehribanlık ve tartış gücü bilen birbirine tutuşup, kucaklaşıp durgan güzel ve mükemmel bir sistemidir. Ondaqda bu hakikatini bilgeningizden keyin bugünkü kündəlik turmuşunuzdaki qiyinçılıqlarga, azab ve kuraşlaringizga bolgan pozitsiyangiz özgerip kaldı mı? Belkim sizni qiynab atqan her bir sınaqның, her bir azapның arkası da biz tegice toluq bayqab yetelmegen bir çonqur rahmet, bir güzel yoruqluq bardır. Bunu bir oylab bakinglar, sınab bakinglar. Mənbelerde təhlil qılğan bu məzmunlarning turmuşunuzga yenişe bir nur ve umid elib kelishini chin dilimden ümid qilaman. Kengi qaytımlıq izleniş səfirimizde ko'rishguncha aman bolinglar. Yoxşimizlar, mənbələrini yeşib beradigan bugünkü izlenişimizga xoş kelibsizlar. Bugün biz şundaq bir acayip oxum ustida to'xtalamizki, u alam bo'shlig'i fizikasi bilan qadimki ilohiyat shunoslikni bir-biriga chambarchas bog'laydi. O'ylab boqing, biz doim tilga oladigan, ammo mohiyatiga ancha yetib ketmaydigan bir sirli kuch bor. Butkul koinotni chuvilib ketishdan saqlab turadigan, bizga yip-yangi bir ko'znak ochadigan mushu ilohiy rahmat haqida qizg'in paranglashimiz. En avval oyumuzni bekləq ediglaydigan bir sualdan başlayalım. Tartış gücü, insanın vicdanı ve biznin muşu dünyadaki mevcutluğumuz ortasında qandaq ortaqlıq var. Belki siz, hey, fizikali kuvvet bilen insanın hissiyatı bütünle iki dünyadaki iş, hiç qandaq alakası yokko, dep oylaşınız mümkün. Ama bugünkü mənbələr bizge şunu körsetip beridi ki, bu sualın cevabı sizin kainatının qandaq işləydiğanlıqqa bolğan ənənəvi qarşınızını bütünle ağdırıp taşlaşı mümkün. Meyli, qaniyamsa bu sirliq dunyoga birlikte kirib bag'ayli. Bugünkü mundarajimiz bundaq. Birinchi, joziba sirri. Ikkinchi, inson ve ilahi rahmat. Uchinchi, Rahman ve Rahim. To'rtinchi, yomonlik xom xiyoli ve oxirida duoning kuchi. Biz qoyat zo'r makrolik koinotdan tartib, o'zimizning mikrolik ichki dunyosigacha bo'lgan bir safarni boshdan kechiramiz. Birinci kısım, cazibe sirri, yani celp kılış gücünün mahiyeti. Bunu to'liq tushunish uchun qadimki arab tilidagi ba'zi so'zlarning yiltiziga qaytishimizga to'g'ri keladi. Kishilar ko'pincha xato tushunadigan bir uqum bor. El-Rahman, ya'ni shartsiz va cheksiz rahmatning qaynoq bulug'i. Bunu tushunish uchun cho'g'im jozibani bilishimiz kerak. Joziba deganimiz nima? U dal magnitlik tartish va jalb qilish kuchi. O'ylanib bakın, eğer şu güç bo'lmasa, bütün mevcutluk çuvulup, yoğulup ketidi. Mana bu güç əməliyyatda rahmetin özüdür. Qarang, kainatda biz adete pakatla tartış gücü dep atap gelen hadiseler çoğunculuk gör. Mesela atom yadrosunu çörgüleyip atan elektronlar, yer şarını sadıklıkla aileni vattan ay. Tomurlarımızdan tohtosuz yüreğe akıp girditen kan ve hatta bir ananın perzentine olan aşu tabii ki şartsız muhabbeti. Bilip kalın ki, eğer bu cezbe, yani muşu rahmet olmadım olsa, planetler orbitasından çıkıp veyran olattı, madde mevcut olamaydı, hayatlık şu haman tohtaydı. Hemmisi del muşu sırlı güç bilen tutulup durup. İkinci kısım, insan bilen ilahi rahmet uttusirigi fark. Hem de biz mikroskopunu kaynattan alıp özümüzün mengisine ve psikolojisine doğrulayalım. Buradaki seriştirme hakikaten adamı uyga salıyor. İnsanın rehim şefkatiyle ilahi rahmet otturusunda asman zemin fark var. Bizim rehim kılışımız köpünce sodalışış karakterine ege. Şundak mı? Başkalarına yardım edersek ya birer teşekkür kütümüz ya ki bulmazsa vay canım ben de günlerden birinde muşundak aciz kısmete kalıp kalmayayım diyen içki korkunçla içimiz ağrıyor. Ama ilahi rahmet bütünlüğüyle başka şey. O hiç kandak şart koymuyor, hiç neme kütmüyor. Hudanın rahmeti pekala acizlara iç artış bile çeklenlenmiyor.
belki yokluğa nezar serip onundan varlığı vücuda keltireceğin, yani rahmet kılıp yaratacağın sırlı yaratış gücüne ige mucizedir. Üçüncü kısım Rahman ve Rahim iki ilahi isminin sirri. Siz burun anglap bakkan, qaramakta bir-biriga bakla o'xshashib ketadigan bu ikki ism o'ttirasida mohiyatlik va g'oyat zo'r bir farq bor. Tasavvur qilib boqing, Al-Rahman xuddi quyoshga o'xshaydi. Quyosh nur chachqanda talab o'ltirmaydi. U xushpurak gulgumi, shundaqla tikanlik yava o't cho'pgimi o'xshashla nur chechib illifuruk berdi. Ya'ni Rahmanning rahmatidan barliq maxluqot, yaxshisimi, yomonimi umumiyuzlik bahramand bo'ladi. Ama El-Rahim bo'lsa, alohida harakatga asoslangan xos bir rahmatdir. U quyoshning o'zi emas, balki quyoshga qarab echilgan va shu nurni talab qilanlarga beriladigan maxsus ortiqcha bir illiqlikdir. Balki aniq shunda-ku. Manba bizga tilshunoslikdanmi shunda ajoyib bir sirni açıp berdi. Er-Rahman sözü de Arapça alahide bir goş kişilik, yani ikilik gramatika şekli yoşurungan. Bu ne demek dedik? Matematiklik kılıp düşlendirsem, menginizde tasavvur kılalaydığı en çoğun, en çeksiz rahmetini oylan. Oylap buldunuz mu? Hem de onu 2'ge kopaytin. Çıkan şu neticeni yine 2'ge kopaytin. Bu ceryan hiç kaçan tohtap kalmaydı, bu çeksiz devam buluşudu. Demekçi men ki, bu sözdeki mehir şefkatsiz oylagandan tasavvur kılgıksız derecede hassilep köktür. 4-chi qism. Yomonlik ham xayoli. Zodi nima uchun dunyoda ofatlar bor? Delam o'sha yerda hammamizning kallasida o'rtoq bir cho'ng xalqiliq savol paydo bo'ladi. Agar koinot mushundoq cheksiz bir rahmat ustiga qurilgan bo'lsa, nima uchun dunyoda shuncha azob, uqubat, ofatlar bor? Bak, yaxshi savol. Bu analiz bizga shuni ko'rsatib beradi-ki, masalan biz qo'rqinchli deb qaraydigan yer tavrashni olaylik. Amaliyotda u yer sharining mehribonlik qilopani, ya'ni basim qo'yib berish eg'izidir. Tektonik taxtalar orasidagi g'oyat zo'r basim shu orqali yangilib turadi. Shundoqla yer tavrash orqali cho'nqur qatlamdagi minerallar, shifoli arshonlar yer yuziga chiqadi. Agar bu basim chiqib ketmasa-chi, yer shari allaqachon portlab ketgan bo'ladi. Bularning hammasi hayotlikni qo'g'dash uchun keraklik bo'lgan rahmettir. Demekçimenki eğer biz insanlar del hatarlı yer tevreş yeriklarının üstü gele şehir ve övlerini seliverip andan yer tevrilgende tabiatı yaki yaratıcını ayıplesek bu rahmetin kemçiliği emez. Belki bizim yani insanların hatalığıdır ve çoğun benzerini göremezlikimizdir. Bunundan çıkıdağın holası hakikaten bu adama hayran kaldırır. Yamanlık aslında nersilerin mahiyetinde mevcut emez. Biz vay hudayım bu neme degen kalay mıkançılık, neme degen veyrançılık dep oylagan hadiseler emeliyatitte biz tehiçe toluk çüşenmegen mükemmel bir kainat tertibidir. 5. kısım. Duanın gücü ve şu rahmet bilen kandak tutuşuş gereklikli hakkında. Mushundaq cheksiz, ulug'vor bir kainotlik rahmatni tushungandan keyin biz bir inson sifatida zodi nima qilishimiz kerak? Manbadagi mana bu bir jumla so'zga alohida diqqat qilin. Men kichikman, sen buyuksan, men senga muhtojman. Buni tushunish dal iftiqor uqumudir. Ya'ni bizning shu mutlaq kuch oldida o'zimizning naqadar kichik va muhtoj ekanligimizni cho'ngur his qilishimiz, faxrlanishdan voz kechishimizdir. Bu odamni bekla ta'sirlantiradigan bir ruhiy bilish jarayoni bo'lib, biz ana shu ojizligimizni e'tirof qilgandala, shu cheksiz manba bilan haqiqiy ravishda ulunalaymiz va yuksalish yo'liga kiralaymiz. Zamanəvi cahiliyet ve butperestlik dese, nurgun kişiler taşya yaki yağaç heykellere çokunuşunu olaylıdı. Yak, bundakla addiyemez. Bu analizge asaslananda, bugünkü zamandaki en çok hata qaraş, yaratkucunu bizden, bizim takdirimizden bekleyarak, dualarımızı anlamaydı yaki, perva kılmaydı da olayıştır. Bu kati hata. Dua kılış, pekerle kuruk bir dini murasimemez. Belki u, kainattaki muşu umumi yüzlük rahmet bilen bizi tutaşdırı doğan en aktif canlık bir kövrüktür. İbadetin mengisidir. U, mehriban güç, ameliyette bizim kızıl kan tomurumuzda muygandır. Hamda bu sangasıl dikkat kılıp körüp bakın. 1%. Köz aldığınızga keltirun. Bu faqatla quruq bir matematiklik son emas, mutlaq emas. Bu tarixdan buyanki eng ta'sirlik va eng cho'ngur payg'ambarlik metaforalarının, ya'ni o'xshatishlarning biridir. Butkul rahmet ve şefakatning zodi qanday taqsimlanganligi haqidagi mo'jizalik bir tushunchadir. Bunu anglasınız, haqiqatdan hayran qalasiz. Tarixdan buyon biz ko'rib, anglab baqqan barliq analarning farzandiga bo'lgan ashu cheksiz ko'yinişi,
hayvanlarının bir-biriga bo'lgan ajoyib söygüsü, xulosalab aytganda, yer yuzida yaratılgandan tartib, bugungacha bo'lgan jimmiki mehribonlik va rahim shafqatning hammasi qo'shilib, Xudoning umumiy rahmatining faqat va faqat 1%dan la kelgan. İşini vatavansizmi? Faqat 1%. Qolgan 99% rahmatni bo'lsa, yaratquchi o'zida saqlab qolgan. Bundaq o'ylab baqsak, bizning insonlar arasındaki barliq qiyinchilik va azob uqubatlarimiz bu cheksiz ulug'vor mehr shafqatining oldida shunchalik kichikkina, shunchalik o'tkinchi bir narsaga aylanib qolmasmi? Bugungi qiziqarlik izlenishimizni dal mushu bir cho'nqur savol bilan oyoqlashtiraylik. Biz endi bayatından beri enik gördük ki kainat quruq, soğuk cisimler yığındısı emas, balki u cheksiz bir mehribonlik va tartish kuchi bilan bir-biriga tutuşup, quchoqlashib turgan güzel va mukammal bir sistemidir. Undaqda bu haqiqatni bilganingizdan keyin bugungi kundalik turmushingizdagi qiyinchiliklarga, azob va kurashlaringizga bo'lgan pozitsiyangiz o'zgarib qoldimi? Balkim sizni qiynab atgan har bir sinoqning, har bir azobning orqasida biz tegicha to'liq bayqab yetelmagan bir cho'nqur rahmat, bir go'zal yo'riqlik bordir. Buni bir o'ylab baqinglar, sinab baqinglar. Manbalarda tahlil qilgan bu mazmunlarning turmushingizga yenisha bir nur va umid elib kelishini chin dilimdan umid qilaman. Keyingi qaytimliq izlanish safarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Bugungi bu tushuntirishimizda biz ustoz Mustafa Islamoğlu'nun 13. qaytimli shu qaltas darsiga ishkirilab kiramiz. Biz bugun Al-Rahman, ya'ni ilohiy marhamat degan nima, uning tegi takimi nima degan temalar ustida to'xtalamiz. Qaranglar, bu oddiy bir tema emas. Biz marhamatning ko'zga ko'rinmaydigan mikro dunyodan tortib, toki makro olamgacha bo'lgan ta'sirini birlikda ko'rib chiqamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, qanimizni boshladik. Hammamizin kellasida az degandimi bir qatim paydo bo'lib baqqan shu eng cho'ng falsafaviy savoldan boshlaylik. O'ylab baqing. Agar yaratuvchi shunchalik marhamatlik, cheksiz rahm shafqat ig'isi bo'ladigan, undaqda nima uchun yer tavraydi? Nemishqa kelkun ofatlari bo'ladi? Nemishqa insonlar azob chekidi? Bu qiyin savolga nima deb javob berasiz? Men sizga shuni dey, buning javobi siz o'ylagandanmi necha hassa cho'ng'ir. Yuqorqi savolning tugunini yeshish uchun birinchi bo'lib biz insonning marhamati bilan yaratuvchining marhamati o'rtasidagi farqini aniq ayirib berishimiz shart. Bu ikkisi butunlay o'xshamaydi. Mana bu yerde dikkat kılınlar. Biz insanlar merhamet kılanda, ameliyette bu köpünce hallerde bir hıl reaksiyadanla ibaret oludu. Şunda ko, başkalarının azabını görsek, vay can, mam de şu künge kalıp kalmaya degen korkunçta, ya ki bolmasa malum bir mukafat umide de yardım kılırız. Yine kelip biz kimdi bunları merhamet kılışımız için o adam aldı bilen mevcut buluşu gerek. Ama ilahi merhametçi, wow, bu bütünle başka bir okum. İlahi merhamet herkesde bir reaksiye emez, o yokluktan varlıkka keltirüç hareketidir. Yani yaratkuçunun merhameti yoklukka nezar salgana şu demdile yokluk varlıkı aylanıdı. Bu degelnik mevcutluknun öze del Allah'ın merhametidir. Anda şu noktadan yangi bir qadam yığırlayli. Merhamatki faqatla bir xil hissiyot deb qaramasdan, uni butkul koinotni tutib turadigan bir kuch, ya'ni tortish kuchi sifatida tasavvur qilib baqayli. Bu merhamet gücünün ne kadar hayvetlik ekanini bilemisiz? Atom yadrosu etrafında uçup atkan elektronlarını çeçilip gitmeye birlikte tutup durgan güç bilen, şunca yoğan yer şarını, güyaş etrafında isçil aylandırıp atkan güç, əməliyyətdə delmuşu merhametin tartış gücüden ibaret. En qaltız yeri qayardı demisiz. Kış günləri tatlı uçqusudan keçip, heç qandaq maddi mənfəət yoxdurufmu? Səhərdə bamdat namazını oyğanan bir mümini ornundan durğuzan güç mü? Şu, həməsi şu birlə, görünməz ilahi tartış gücünün turtküsüdən bolup atıyor. Şundayken, çalışmaslık noktasından bir oynanıp bakaylı. Allah'ın bu iki güzel ismi Rahman ve Rahim'nin ortasında zoda qandaq fark var. Qarang, Rahman bolsa Allah'ın zatıga, mahiyetiga tava bolgan en asaslık mutlaq merhamettir. O gübeyaki hemmini qaplap tuğan bir gayet zor günlük. Ona astıda otxur qoynumu var, yırtqış borumu var, xuşbuy gülüm var, şundaqla adamni çıqıdığan tikanimi var. Yani bütkül mevcudat. Ama rahimço, o Allah'ın hareketi ve işige tavva, tehime hareketçen ve xaslaştırılgan bir merhamet. O faqat yaratquchisi bilan aktiv munosabat o'rnatishga intilganlarga alohida beriladigan zapas marhamatdir. Qisqasi, Rahman sizni yo'qlikdan bar qilib, oziqlantirdi, Rahim bo'lsa siz bilan bo'lgan shu alohida rishtini qo'g'diydi. Ma'qul, endi bu abstrakt nazariyalarni qo'yib turib, reallikqa qaytib kelayli. Au bizni qiynayotgan yer tavrash va tabiiy ofatlarni bu nuqtadan qandoq tushunamiz?
Azap bilan marhamat zodi qandaq munosabatda? Hamma narsa bizning qaysi nuqtadan qarayotganligimizga bog'liq. Biz insonlar yer tevrisa, "Vayjon, bu nima degan rahimsizlik, butunlay vayron qiladigan yomonlik ekan bu" demaymiz. Lekin makro olam nuqtasidan, ya'ni ilohiy nazardan qaraganda-chu, yer shari faqatla nafas ilyotidi. U charchagan to'proqlarni aylantiryotidi. Agar yer tavrash orqali yer bostidagi aşı tektonik besinlar asta-asta quyib berilmasa nima bo'ladi bilamizmi? Butun yer shari go'yo bir soatlik bombada tamamen portlab ketibdi. Demak, yer tavrash amaliyotda bu sayyoraning hayot qolishini kafolatga ega qiladigan bir bexatarlik sabab ekan, shundaqmi? Shunga mundaq bir gap bor. Bu meni pek ta'sirlantirdi. Yovuzlik şeylarning mohiyatida mavjud emas. Hamma narsa marhamat bilan qoplangan. Biz faqat vaziyatning butun ko'rinishini ko'rlamaymiz. Dal shundoq. Cho'ng kartinidan qaraganda har bir hodisaning orqasida umumyuzlik bir marhamat yoshiringan. Bizning yomonlik tavotganimiz amaliyotda bizning o'sha g'oyat zo'r puzelning faqat birla kichik parchasini ko'rib qolib, xato hukm chiqarishimizdan iborat. Undaqda shunchalik g'oyat zo'r butun olamni qoplagan bu ilohiy marhamat bilan siz va mening kundalik qiladigan duolarimiz o'tirisida qanday aloqa bor? Rahman so'rag'anga beradi, Rahim so'ramag'anga g'azab qiladi. Nima degan ajoyib ziddiyat bu? Shundaq-ku. Yaratquchi bizning uningdan marhamat so'rashimizni, uningga yelinishimizni bekim xohlaydi. Ammo bizdagi masala nima? Biz xuddi oldida cho'ng bir dasturxon tursa, faqatla bir kichik shokolad so'rayotgan seviyi boladik. Nurg'un vaqtlarda o'zimizning haqiqiy nimaga muhtoj ekanligimizni faqatla bilmaymiz. Biz doim shunchalik kichik, o'tkinchi, ushaq-chushaq narsalarni so'raymiz. Xalifa Harun ar-Rashid to'g'riliq uni qizg'arli tarixiy hikoyani anglab boqqanmisiz? Xalifa bir kuni vaziriga "Mendin xolig'iningni so'rayar" debdi. Boshqa bütün odamlar oltin, mol-mulk, mansab so'rayotsa, vazir qarab turib, "Men faqat sizning muhabbatingizni la so'rayman" debdi. Xalifa hayron qolib so'raydi albatta. Vazir shundoqdana javob beradi-ki, u "Men sizning muhabbatingizga erishsam, bütün qolgan narsalarning hammasiga erishgan bo'laman" deydi. Mana bu en cho'ng sir. Yaratquchining o'zin, uning rozilig'ini so'rash barliq talablarning en yuqori pallisi, en cho'ng to'g'ri javobidir. Shunga oxirida o'z-o'zimizdan mush savolni so'rab boqaylik. Biz kunda duo qilganda haqiqatan nimaga muhtoj ekanligimizni aniq bilimdik. Qo'limizni ko'targanda biz faqat ilohiy marhamatning kichikgina bir uvoq qismini so'rayotganmidik yoki shu mutlaq marhamat manbasining o'zinimi? Bu qatimlik tushuntirishimiz orqali kallangizdagi marhamat va azob to'g'risidagi burungi tushunchalaringiz yangilanib, butunlay boshqacha bir nuqtani boyqagan bo'lishingizni umid qilaman. Bugun men bilan bila bo'lganlarga rahmat. Keyingi qatimlik tushuntirishimizda ko'rishgacha omon bo'linglar. Yaxshimisizlar ko'pchilik? Bugungi tahlilimizga xush kelibsizlar. Bugun biz manbalarimizga tayanib, intihoyan cho'nqur bir o'qum, Rahmon, ya'ni cheksiz mehr shafqat ustida to'xtalamiz. Biz hammamiz mehr shafqat degan so'zni doim anglab turamiz, ammo buning olam shumul miqyosidagi ma'nosi zoti qanday? Bugungi izlanishimizda mehr shafqatning faqatla bir yumshoq hissiyot emas, balki butun koinotni tutib turadigan asosiy kuch ekanligini bilib yetamiz. Qani, bu murakkab o'qimni birlikda yechib chiqaylik. Hammamizning ko'nglida mundaq bir savol paydo bo'lishi intayin tabiiy. Shundami? Agar koinot rostdanla teksiz mehr shafqat bilan yaratilgan bo'lsa, nima uchun dunyoda shuncha ko'p azob uqubat, yer tevrash va yo'qotishlar yuz beradi? Bundan gumonlanishlar tamamen o'rinli. Bugungi tahlil qiladigan manbayimiz dal mushu murakkab va ziddiyatlik tugunni yeshib turadi. Qani, birinchi qismga nazar solaylik. Insoniy mehr shafqat. Manbayimiz bu abstrakt ilohiy o'qimni dal bizning kundalik turmushimizga va kechirmishlarimizga bog'lab tushuntirishni boshlaydi. Bir o'ylanib boqinglarcha. Ko'chada yordamga intayin muhtoj birasini ko'rib qolganlaringizda ichinglarda zotin nima ish yuz beradi? Manbadagi analizga asoslanganda burundagi ochqulchilik nuqta vijdon. Uyg'oq bir vijdon go'yoki bizni harakatga kelishga undaydigan bir sado bo'lib, bizni ojiz va muhtoj kishilarga yordam qo'limizni sunishga majburlaydi. Demek, manbada alohida ta'kidlanganidek, Xudoni tushunish uchun biz oldi bilan o'zimizga, ya'ni inson tabiatidagi vijdon va hisdoshlikqa nazar silishimiz kerak. O'zimizga tanish bo'lgan, o'zimiz his qila oladigan bu insoniy mehr shafqatni tushunganda, ondan nazar doiramizni tixmo kengaytib, yaratquchining u buyuk mehr shafqatni tasavvur qilishga boshlaymiz. Hamda ikkinchi qismga keldik. Koinotning sirri,
insani histaşlıktan halkıp kainattaki fiziklik kuvvetlerge nazar salalalı. Mənbə bu yerde ruhaniyet bilen ilim fenni birbirine acayip maslaştırıp görsetip veriyordu. Mənbədəki bu cümlede alahide dikkat kalınlar. Mehir, şefkat, mahiyette tartış gücüdür. Bekle hayran kalarlık bir seliştirme. Şundan mı? Mehir, şefkat, fakatla bir hal hissiyat emez, belki kainatlı tutup duruyordugan, fiziki kanuni ayetler bilen, bir vasıta bağlanan bir kuch deput tırığa koyulgan. Əməli misallar bilan o'ylab boqayli. Agar koinotda bu xil mehr shafqat, ya'ni shu o'zaro jalb qilish kuchi bo'lmasa nima bo'laddi? Atom yadrosini aylanib otgan elektronlar chechilib ketadi, yer shari o'z hamrohi bo'lgan oydan ayrilib qoladdi, hatto bizning tomirlarimizdagi qonmu aylanib yurakka qaytib kelmaydi. Qisqasi, barliq mavjudotni bog'lab turadigan bu jalb qilish quvvati dal shu cheksiz rahmatning fizikli namoyandasidir. Üçüncü kısım Rahman ve Rahim farkı. Bu intihayin mühim bir nokta. Biz çokum bu iki Arapça söz oturusudaki ilahiyetşünaslık farkını ayrı verişimiz gerek. Mənbə bunu berk iğnek yeşip vergen. Qaranglar, bir tarafda Rahman var. Bu yaratılğuchining o'z mohiyatiga tava, hargiz o'zgarmaydigan, shundaqla barliq yaratilgan mavjudotga teng qaraydigan shefkatdir. Yana bir tarafda bo'lsa Rahim turdi. Bu qism uning harakatiga tava, ya'ni e'tiqod yoki ma'lum yaxshi amallarga qarata maxsus va o'zgarishchan holatda beriladigan shefkatdir. Oddiy qilib aytganda, Rahman uning zotidagi mehr, Rahim bo'lsa uning ishidagi mehrdir. Bu yerdeki en kızıkarlık bir baykaşını dep vereyim. Arap dilinin gramatikisi öz aldığıyla acayip bir matematiklik mucizeni yoğuşuran Rahman sözünün kurulmasındaki koşumsa erpler, koştil ve hesrep köpetiş meynasını belediken. Yani özünüz tesavvur kılaydığıyla en çoğu meyri şefketini uyulan dep, ona ikige kobeyleytin. Anden çıkan neticeni yine ikige kobeyleytin. Mana moşundak, çeksizlik geçe kubeytiş şeriyanını köz altınıza keltürün, bu deltil şunaslık noktası ile çüsendirildiğin Rahman'ın sırrı. Manbe bu yerde yine bir bak çokor konuplan oturuyaydı. Bilisiler mi? Biz insanlar mehir gösteriş için karşı tarafta çokun bir nerse ya ki bir adam mevcut oluşu gerek. Ama yaratkuçunun rahmanlığı bir nersenin mevcut oluşunu şart kılmaydı. Rahmanın şefkatu tehi yokluk derecesinde turgan, hiç neme olmagan nerseler gibi yetip var o. Mundakça aytkanda yokluktan bar kılış hareketinin özü ameliyette en âli mehir şefkat hesaplanıyor. 4-chi qism har narsani o'rab turg'uchi rahmat. Kelinglar, endi bu mutlaq rahman o'qumining barliq mavjudotlarni zodi qaysi darajada qoplaydiganligi ustida to'xtalib o'tayli. Mənbədə körsetilgen bu esasi nakılge karanglar. Benim rahmetim hemen ersini öz içine alıyor. Bu cümle bizge hemen erse degen bu ukumnun emeliyette neylerini öz içine aldıkana uylanışımızga sahne hazırlap veriyordu. Hoş, bundakta bu hemen erse degen zadi niyeme. Mənbənin nəhayəti yeniq şərhləşçi, Rahmanın bu mehr şəfqəti bu dünyada tamamen şərtsizdir. O müminge mu kafirge mu teng berilidi. Təsəvvür qılıb baxınlar. Böre bilan qoyunni, gül bilan tikenni. Hatta tarixdeki aşı zalimler bilan peygamberlerini mu bu dünyada oxşaşla quyosh nuri bilan isitidi, havo bilan ta'minlaydi. Yani bu rahmetden hiç kim, hiç qandaq narsa chetda qalmaydi. 5. kısım qiyinchilikteki yoğuşurun rahmet. Hem biz bugünkü tehlilimizin en qiyin, şundakla hemmemizni en köp uylandırıdığan kısmağı kirdik. Dünyadaki azap ukubetler bilen ilahi mehir şefkat oturusundaki bu ziddiyetini kandak yaşayınız. Biz dünyada afetlerini, kıyınçılıklarını ya da ilahi ceza dep karaydığından işlerini gördüğünde özümüzden mundak sorayemiz. Bu kıyınçılık ve afetler mi hakikaten bir rahmet mi? Bu bekle iyi bir sual emes mi? Məmə bu murakkab sualga yer tevreş oxşatışı arqılıq acayip bir cevap verdi. Qaranglar, yer şarının içki kısmındaki tektonik taxtaylar sürkülüp, peydin-pey intayın gayet zor besim yığıladı. Eğer yer tevreş bolup bu besim koyup verilmese, bilip koyun ki yer şarı xuddi bir bombaga oxşaş bütünley partlap ketedi. Demek yer tevreş bizge bir veyran xulguçu afettek görünsümü, ama bütün menzireden elup etkende o yer şarının mevcutluğunu qoğdap kalıştı ki en büyük mihir şapkat ve qoğdanış mekanizmi hesaplanıdı. Şunun bilen mənbə bu fəlsəfəvi qarashını mundaq xülasələydi. Heç qandaq нәрsə mahiyyətidinlə yaman qılıb yaratılmağan. Yani şeylərinin əslində yamanlıq yox. Yamanlıq şu nərsini xata işlətişdin. Ya ki biz insanların çəklik nəzərimiz bilən şu işinin arkasındaki aləmşumul büyük mənzərəni körəlməsligimizdən kelib çıxıdı. 6. kısım dua ve müracaat.
xulosalash oldida biz bu cheksiz mehr shafqatga qaysi shaklda inqos qaytarib, uni qanday qilib o'z harakatimiz bilan moslashtirishimiz kerakligiga nazar solaylik. Manbedeki intayin tasirlik bir tarihi hikayeye dikkat kılayalım. Abdullah İbni Mübarek ismindeki bir zat hac seferi gider. Sefer ceryanında o bir aile yetimlerin açlıktan tirik kalış üçünle ölüp kalan bir kuşu yiyişke mecbur oluyorlarlıklarını görüp kalır. Şu an o nimet kılıyor biler misiniz? O derhal hac seferini bikar kılıp bütün sefer hiracatını şu yetimlere veriyor. Keyin melum oluşuca onun Mekke'ye varmayı turup kılan bu insani mihir şefkati sebeplik onun haccın mucizelik halde kabul kılınıyor. Bu bize özümüzdeki insani mihir şefkatin ilahi iradeyle kandaku mükemmel birleşeceklerini gösterip veriyor. Mənbənin təkidli işiçə, dua fakatlığa ihtiyacımızın sorarıştığına ibaret emez. Belki o, bu ibadetin mengisige oşuyordu. Biz dua kıldığında, əməliyyatda özümüzün acizliğini ve çeklimliğini ten alıyoruz. Şundakla, bütün kainatını kaplayan şu çeksiz mehir şefkatke mutlak tayınıdıganlıklığımızını itiraf kılıyoruz. Biz həmişə dünyadaki qiyinçiliklarga, azablarga şikayet kılıvatyamız. Ama qaçanmı şikayetini toxtatıp, şu barlıq mehir şefkatning birla mənbəsidən doğru nərsəni tələb qilishni öyrənələyimiz. Oylab baxaylar. Biz zadi niyege muhtajlığımızını özümüz yaxşılıq bilib aldık, yoki yaratquvchi yaxşılıq biladimi? Bu sual her birimizning hayotdagi qiyinchiliklarga qanday muomala qilayotganligimizni qayta bir o'ylab chiqishimizga turtki bo'lg'usi. Bugungi tahlilimizga hamroh bo'lganinglarga ko'p rahmat. Keyingi qaytamliq programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Yaxshimisizlar? Bugungi tahlillik tushuntirishimizga xush kelibsizlar. Bugun biz Mustafa Islomog'lining ilohiyatga oid bakla chunqur va kishini o'ylantiradigan bir darsini asos qilib, rahmat va mehr shafqat to'g'risidagi tushunchamizni butunlay yangi bir seviyaga ko'taramiz. Biz odatda mehr shafqatni faqat insonlar orasidagi bir xil hissiyot deb o'ylaymiz. Shundaqku, lekin bu manba bizga undan nimhal qilgan bir haqiqatni, ya'ni butun koinotni tutib turadigan bir sirli kuchni tushuntirib beradi. Temaga kirishdan burun men sizlardan mundaq bir qiziqarliq, balki ilg'ari o'ylanibmi boqmagan savolni so'rab baqayin. Fizikadagi tartish kuchi bilan ilohiy rahmatning zodi nima munosabati bor? Balkim siz hozir bu ikkisi butunlay boshqa sohadagi gap deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin, ammo bugungi bu tahlilimiz sizning rahmat to'g'risidagi barliq qona qarashlaringizni astan ustin qilib aytadi. Biz faqat bir hissiyat deb biladigan narsaning amaliyotda butkul olamning tayanch kuchi ekanligini ko'ramiz. Pulda. Amsa qani billah ko'rib baqaylar. Manbada ta'kidlanishicha, koinotdagi asosiy jalb qilish kuchi, ya'ni arabchada joziba deb atiladigan bu tartish kuchi amaliyotda ilohiy rahmatning dal o'zi ekan. O'ylab baqing. Agar bu kuch bo'lmagan bo'lsa, elektronlar atom yadrosining atrofida aylanmagan, modda, ishya degan narsalar asla mavjud bo'lmagan bo'ladi. Ay yer shari quyoshni aylanmaydi. Hatto tumurlarimizdagi qon yuragimizga qaytib kelmagan bo'ladi, shundaqmi? Ya'ni biz bu moddiy dunyoda ko'rayotgan tartish kuchi va rishta dal ilohiy rahmatning fizikali ko'rinishidir. So'zlagicha rahmat o'qimini oddiy bir insoniy hissiyotdan tartib chiqarib, olamini tutib turadigan makro darajalik bir kuch seviyasiga ko'taradi. Bizning namozga qo'pishimiz, ma'lum bir g'oyaga intilishimizning hammasi mana shu tartish kuchi bilan munosabatlik. Birinchi qism olamshumul tartish kuchi. Ikkinchi qism Rahmon ismining ma'nosi. Hamda buni tilshunoslik va ilohiyat yiltiziga qaraydigan bo'lsak, yaratquchining Ar-Rahmon degan ismi dal mushu rahmatning cheksiz, mutlaq manbasini ko'rsatadi. Bu shunchalar bir quruq so'z emas. Uning grammatiklik qurilmasining o'zila bizga bek ko'p narsalarni so'zlab beradi. Rahmon so'zi arabchadagi mubolig'a shaklida yasalgan bo'lib, uning tarkibiga qo'shilgan harflar qo'shiliq ma'nosini, ya'ni ikkiga ko'paytishni bildiradi. Buning qandoqchinimiz qalbingizga kelgan eng cho'ng rahmatni tasavvur qiling. Andan uni 2 ga ko'payting. Hamda u chiqqan natijami qalbingizga sig'di-ku. Shunga uni yana 2 ga ko'payting. Buning hech qanday cheki yo'q. Inson aqli faqatli hisoblab chiqa olmaydigan darajadagi chegarasiz bir rahmatdan so'z qilyapmiz. 3-qism insoniy mehr bilan ilohiy rahmatning farqi. Sizlar o'ynanib yaqinlarcha biz odatdagi turmushimizda kimlarga qanday ahvollar rahim qilamiz? Bu selishtirma nihoyatda qaltis ich berilgan. Ya'ni bizning boshqalarga mehr qilishimiz uchun qarshi tarafda cho'g'im qiyinchilikka uchragan birarsi bo'lish kerak. Bizningki faqatlar reaksiya. Biz yaralangan qushni yoki och qolgan odamni qurib andan rahmatimiz keladi. Ba'zida hatto agar mening mushkunga qolsam, menga boshqalar yordam qilsin degan shaxsiyatchilik yoki muqobat olish o'yimi aralashib qoladi. Ammo ilohiy rahmat butunlay boshqacha. U yaratadi.
Ya'ni yaratquchi rahmat qilish uchun qiynalayotgan birarsiga muhtoj emas. Aksincha, ilohiy rahmat yo'qlikqa yuzlanganda yo'qlikdan mavjudiyat paydo bo'ladi. Ilohning rahmati mutlaq shartsiz va hech qanday manfaatga bog'lanmagan. 4-qism. Rahman va Rahim o'rtasidagi farq. Bu bizni ilahiyetteki bekle mühim bir farkını düşünüşke yeteklediyor. Siz daiman anlap turudan Rahman ve Rahim deden bu iki isim, o türüsünde intayin incikeler ve asasi perkü var. Logikesiga dikkat kılınız. Rahman bolsa özgermez, mutlak, makro derecedeki şartsız rahmet kurulumsunu körsetiyor. Uhudlu kuyaş nurudek hem migetek şitüşür. Bu rahmetten mümin mi, kafir mi, kozu mu, boğru mu, gül mü, tiken mi, habil mi, hatta kabil mi okşasla berhimen bolur. Ama rahim bolsa mikro derecelik yaratkucunun işindeki alahide şefkati körsetiyor ve o alahide nişan kılınanlara, hususen müminlere geberlidigan artıkça ittifaktır. 5. qism qolaymoqinchilik ichidan rahmatni tipish. Balkim mushu topda qoldingizga shu mashhur yomonlik masalasi kelayotgan bo'lishi aniq. Agar koinot butunlay rahmat va mehr ustiga qurilgan bo'lsa, undan da og'riq, afat va mushuncha ko'p qolaymoqinchiliklar bu sistemaga qandoq sig'adi? So'zligüchi bu nuqtani bekla qaltis va yengicha nuqtadan yoritib berdi. Biz qo'rqadigan, ziyonliq deb qaraydigan narsalarmi amaliyotni umumning mavjudligini qo'g'daydigan bir xil rahmat ekan. Masalan, yer tavrishini alayla. Agar tavrish bo'lmasa, tektonika taxtalari orasındagi g'oyat zo'r bosim qo'yib berilmay, yer shari bir bombadek portlab ketgan bo'ladi. Yer tavrish mohiyatda yer sharining par qozonidagi bosim qo'yib berish klapanini o'xshash bir qo'dug'ichi, ya'ni rahmatdir. Biz o'ylarimizni xato joyga silib elibla, ondan buni zahmat deb qaraymiz. Xuddi shuningga o'xshash, biz yirganadigan axlatxo'r hayvonlar tabiatning eng mukammal tozalikchilari bo'lsa, biz qo'rqilgan yılanlar ekologiyadagi zaharlarni tangpunglashtirib turadigan ochquluq jonliqlardir. Shunga bu yerdagi eng xalqiliq nuqta nima desangiz, alim shumul nuqtadan qaraganda hamma narsa mohiyat jihatdan yaxshidir. Manbada ta'kidlangan rahmatim hamma narsani o'z ichiga olgan degan bu ilohiy prinsip yomonlikning aslida shu bir modda yoki maxluqotning mohiyatida emasligini ko'rsatib beradi. Yomonlik faqatla bizning cheklik tushunchamizdan yoki shu narsani yaratilish maqsadidan boshqa o'rinlarga xato ishlatib berishimizdan kelib chiqadi. 6. qism insonning berishga tegishlik ay ali inkasi. Bo'ladi. Endi kelinglar, bu qoyat zo'r olam shumul uqumlarining qandoq qilib bizning kundalik amaliy harakatlarimiz bilan tutishida qolganligini ko'rib boqaylik. Koinotni kaplagan bu rahmatga biz insonlar zodi qandoq inkas qaytarishimiz kerak. Manbadagi bu ta'sirli hikoya bizga haqiqiy javobni beradi. Ataqliq olim Abdullah bin Muborak haj safarida ketib, bir axlatlikdan o'lib qolgan qushni turib o'lib ketayotgan bir qizni ko'rib qoladi. Sababini surishtirganda u qizning uyida ichir qilgan yetim ukilariga yugizish uchun shunday qilishga majbur bo'lganligini biladi. Shu hamon u nima qiladi bilamisiz? U darhol haj safarini bekor qilib, shu asl safar uchun tayyorlagan butun boyliqni shu yetim bolalarga yana qilib etadi. Ko'rdinglarmi? Haqiqiy rahmatni tonish deganlik quruq falsafa so'zlash emas. U real hayotda qilchinib soniyatsiz holda boshqalarga amaliy yordam qilishni talab qiladi. Shuning birga yana bir muhim inkos ichki dunyomizdagi tavazudir. Ya'ni bizning bu rahmatga to'lgan g'oyat zo'r koinotda zodi qanchalik kichik, ojiz bir zarra ekanligimizni his qilishimizdir. Bu mutlaq muhtojligimizni, ya'ni manbada itilgandek iftiqorni tunib etganimizda biz tabiiyla duo qilishga yo'zlanamiz. Duo bizni yaratuvchi bilan bog'laydigan eng bayvasta rishtaga aylanadi. Manbada bu haqda alohida ta'kidlangan balki qaltis bir so'z bor. Duo ibodatning mengisidir. Xuddi mengisiz odam yashay olmagandek, duosiz ibodatmi xuddi quruq, ruhsiz bir gavdaga o'xshaydi. Duo qilmaslik amaliyotda nimadan kelib chiqadi? U yaratquchini o'zidan yiroq deb xato o'ylab qolishdan kelib chiqadi. Amaliyotda bo'lsa, u bizga o'zimizning bo'yin to'mirimizdan yaqin. Bizning duoyimiz shu shartsiz, cheksiz rahmatga uzatilgan eng bevosita, eng chin qo'limizdir. Mana bugungi tahliliy tushuntirishimizning oxiriga kelib qoldik. Sizga amdi cho'nqur o'ylanadigan mundoq bir savolni qoldirib qo'yay. Agar koinot quruq fiziklik moddalardan emas, balki dar shu mutlaq, shartsiz ilohiy rahmatning tortish kuchi bilan bir-biriga bog'langan bo'lsa, siz o'zingizning bugungi, hozirgi qadam va harakatlaringizda shu alam shumul rahmatni qandoq aks ettirasiz? Atrofingizdagilarga g'azab va tanqid ko'zida emas, balki rahmat ko'zida baqalamsiz.
keyingi qaytim yer tavrashdek yoki turmushdagi biror qiyinchilikdek ig'ir bir ishga duchor kelganda uningga shikoyat qilishdan burun uning yoshurun rahmat tarafini tushunishga tirishib ko'ramsiz. Mushular haqida obdan bir o'ylanib boqing. Bugungi tahlilimizga hamroh bo'lganinglarga ko'p rahmat. Bilim elish, yangilik bayqash safaringlar hargiz to'xtab qolmasin. Yaxshimisiz? Bugungi sharhlashimizda hayot, azob, uqubat va rahmatning eng oliy manbasi haqidagi intihoyan cho'nqur bir temaga cho'kib boqim. Siz belki oylap kalışınız mümkün. Eğer yaratıcı çeksiz mehriban olsa, neme üçün affetler yüz verir. Kani, bu sırrı bile açalım. Gapni Ar-Rahman so'zidan boshlaylik. Bu ne deganlik? U mutlaq, shartsiz va cheksiz rahmatning tub manbasi deganlikdir. Qiziq yeri shuki, rahmat faqatla bir hissiyat emas. U xuddi koinotdagi atomlar va planetlarni birga tutib turuvdagi tartish kuchiga o'xshaydi. Bu ilahi rahmetni tushunish uchun avval o'zimizdagi insoniy mehri shafqatga qarab bakalım. Lakin dikkat qilin, bu yerde gayet zor fark var. Biz insanlar köpünce yaxşılığımızga azrak bolsumu qaytırma kütmeyiz, şundak mı? Ama ilahi rahmet şartsizdir. O hiç neme kütmeyir. Hem de iki muhim isimli salıştırayla. Rahman mahiyetteki umumi rahmet olsa, Rahim hareketteki yani emeliyetteki has rahmettir. Yine Rahman'ın şapkati şunçilik kenki, u mo'mingimi, kafirgimi, hatta gül bilen tikengimi o'xshashla ayırıp olturmay yetib bor edi. Ondaqda Rahimchi, Rahim bo'lsa faqat o'ziga yuzlanganlarga, ya'ni mu'minlarga alohida beriladigan qo'shimcha bir oliy rahmatdir. Shu yerde bir sual tug'ilur. Rahim qilishimiz uchun kimdir biri qiynalishi kerak? Hech kimsa yo'q vaqtda Allah qandak rahmet qilidir? Cevabı intayen çonkur. Rahman'ın mehri şefkati del şu yoklukka nezar seyleyip onu yepyeni bir mevcutlukka aylandıradır. Demek sizning ve benim muşu dünyada mevcut bulup duruşumuzla ene şu ilahi rahmetning tuncu hem en uluk ifadesidir. Yaxşı, ondaqda yer tevreşke okşaş apetler çu, bu ilahi mehribanılıkka bütünley zıt tek kuludu, şundak mı? Emelette ondak emez. Öylep bakayın, eğer yer tevreş yer astındaki basıncı koyup vermezse bütün yer şarı partlayıp gidiyor. O bir kolu kordugucu kalapan. Şuna, yamanlık, yaratılışını özü demez. Belki bizim kainatın kanuniyetini hata düşünüşümüz ya ki hata işletişimiz ziyan keltiri çıkardı. Biz huddi bir parça resminin küçük yine bir çetin ile görgene okşayımız. Bütün güzel manzaranı pekat Allah'la göreleydi. Ondaqda biz bu chaksiz rahmat dengiziga qandaq ulanamiz? Albatta, chin dilimizdan qilingan samimiy duo orqali bog'lanamiz. Kishi qiyinchilikda qolganda ya Rahman deb yardım so'raydi. Ne'matga erishgandan keyin bo'lsa, u alohida rahmat uchun Rahimga shukr aytadi. Bir alim shunda deydi: Rahman o'zidan so'rajaqlarga berdi, lekin Rahim so'rashni red qilganlarni yoqtirmaydi. Bek ma'noliq shundaqmi? Yani hakiki dua kılış, öz acizligimizi tanış, Allah'ın muhabbetini tileş ve onun büyük planıga bütünle teslim boluştur. Bu da padişahtın muhabbet sorgan akıllık vazirdek, eğer siz Allah'ın muhabbetine erişelisiniz, bütün dünya sizin bolgan boladı. Onun mehri şapkatı kainattaki varlık neresini öz içine alır. Ondakta siz bu bütünlüğe teslim olup hakiki hatırcemlikte pişka tayar mısınız? Yaxshimisilar? Bugungi tushuntirishimizga xush kelibsiz. Kelinglar, ilohiy marhamatining sirli olamiga birlikda sho'ng'oyayli. Undaqda merhamet zadi nimi? Biz onu obdan bilimizde bo'ylaymiz, ammo onun alem shumul haqiqati bekle çonkur. Arapçadaki rahim sözü hem merhametini hem hayatlık menbesi bolgan ana betini görsetidir. Bak kızıkarlık, şundak mı? Menbede mehremetni, huddi kainatın birbirine tutaştırıp duru degen, alem şumul tartış kuşu dep acayip güzel tesvirlegen. Buylap bakın, eğer bu ilahi tartış gücü olmasa, atomlar mu çeçilip, hiç neme mevcut bolup duralmaydı. Hem de bizdeki merhamet bilen ilahi merhametin kandak farkı varlığını görüp bakalım. İnsanın merhameti inkas karakterlik. Yani biz başkaları içimiz ağrıyor, andan ansız halde ne müdür bir kaytırma kütüyoruz. Lakin ilahi merhamette unda amez. O yokluktan objekt yaratılır. İnsan merhameti bolsa birer sige muhtaç olur. Bu nokta bizni Allah'ın acayip güzel iki ismine elip geliyor. Rahman ve Rahim. Rahman, barlık yaratılmışlar üçün mutlak özgermezdir. Rahim bolsa hareketçan, müminlerge has bolgan merhamettir. Rahman'ın merhameti hemen ten kaplaydı. Mümin ve kafirini, koyu bilen borini, hatta Musa ve Firavun'u mu.
Təsəvvürünüzdəki ən çox mərhəmətli ikiga ko'paytin. İşinki onun hech qaynak cheki yo'q. U mutlaq cheksizdir. Bu o'qim dunyodagi bizga yomon ko'ringan ishlarga bo'lgan ko'zqarashimizni butunlay o'zgartirib yutudu. Shundaqmi? Undaqda tabiiy ofatlar, og'riq yoki qiyinchiliklarmi marhamatning bir ko'rinishi bo'la olamudu? Albatta. Masalan, yer tavrash yer sharining portlab ketishini tusudur. Qiyinchiliklar bo'lsa dal ruhimizning dorusudur. Allah rəhmət qılışını özünə vazifə qıla. Bu, xuddi barlıq mövcudluğunun ana bətiniga o'xshaydi. Demak, hamma narsa mohiyati bek yaxshi. Yomonlik faqat bizning ularni xato ishlatishimizdan kelib chiqadi. Undaq bo'lsa, biz bu cheksiz marhamat deniziga qanday qilib ulana olamiz? Bu bek muhim. Elbette, dua orqali. Aldı bilen acizlikinizi tonup getin. Andan çin könlünüz bilen soran. Muşu hikmetke dikkat qılın ha. Rahman so'raganlarga beradi. Rahim bo'lsa so'ramaganlardan açıklanıyordu. Dua barlık ibadetlerinin mengisidir. O bo'lmasa bizim ruhi eriştimiz üzülüp kalıdır. Herkes unutmayın. Agar uning marhamati butun koinotni tutib turadi daraja esa cheksiz bo'lsa, so'rashdan nima ishga keliniz? Yaxşımı Bugün biz birlikte tabiat ve ilahiyetteki rahmetin en çokur sırlarına sefer kılarız. Yoyluna bakın. İnsanın rehim şefkati Xudanın ki bilen zade okşaş mı? Kını billi içkirilep köreyle. Bizning rahmetimiz kopünçe şartlık boludur, şundak mı? Ama ilahi rahmet bütünleyi mutlak, hiç kandak şartsız boludur. Xudoning cheksiz rahmeti shunchalik qudratdiki, hatto qapqarangu mutlaq yo'qlikdan ham hayotlik yaratalaydi. Söz bülü degan olamdagi tortish kuchi. Jahiba. Amaliyotda dal mushu rahmatning fizikalik gavdalanishi. Ya aylanayotgan elektron yoki kunni aylanayotgan yer shariga qaran. Bularning hammasi rahmetin tortish kuchidir. Agar bu rahimlik tortish kuchi bo'lmagan bo'lsa, butkul olam shu anda parchalanib yo'qolatdi. Endi ishning en qiziq yerda keldik. Xudoning Rahman va Rahim ismlari o'rtasidagi farqqa qarayli. Rahman butkul mahluqotga o'rtaq asosliq rahmat bo'lsa, Rahim ma'lum harakatga qaratilgan xos shafqatdir. Peygamberimizin aytishicha, Allah özünün 100 ülüş rahmetinden 99 ülüşünü özüge kaldırgan iken. Fakat 1%. Şundak. Fakat 1 rahmet. Bizim bütün dünyasımıza tarkıtılmış. Siz biladigan anının cheksiz mehribonligi mu? Aşı 1%ning intihoyi kichkina bir qismi xolos. Shunga, bu yerdagi en ağırçılıklı nokta shuki, rahmet bütün yaratılışın mütlaka oldingi sharti. Mundaqda, so'rab baqay, biz qo'rqadigan tabiiy ofatlarning orqasigami yo'shurun bir rahmat yo'shiringan bo'lishi mumkinmi? Mesela yer tevrişini alayım. O ameliyatta yer şariye yığılıp kalman heterlik besimi koyup veriyor. Agar mushu yer tavrash bo'lmasa, nima bo'lar edi? Yer astidagi basım yer sharini bombedikla parlatib etdi. Ondan başka, yer tevreş toprakını yenileydi ve hayatlık için faydalı istik bulaklarını mı peyda kıladı? Hacı Eler, kainatının rahimsizlikçiden emes, belki haterlik rayona oy silişteki insanların öz katalayından kelip çıkım. Biz reallikning intihaya kichik bir qismini ko'ramiz. Ammo yaratuvchi bo'lsa, mukammal bir putunlikni ko'radi. Hamma ishning cho'nqur bir maqsadi borligini bilgandan keyin, bugun koinotga va hayotga qanday yenicha nazarda qaraysiz? Yaxshimisilar? Bugungi tushuntirishimizga xush kelibsiz. Kelinglar, ilohiy marhamatining sirli olamiga birlikda sho'ng'oyaylik. Undaqda, merhamet zade nimi? Biz onu obdan bilimiz deb o'ylaymiz, ammo uning alam shumul haqiqati bekla cho'nqur. Arapçadaki rahim sözü hem merhametini hem hayatlık mənbəsi bolgan ana betini görsetidir. Bak qiziqarlıq, şundak mı? Mənbədə mehremetni, xuddi kainatın bir-birine tutaştırıp duru degen, alem şumul tartış kuşu dep acayip güzel tesvirlegen. Buylap bakın, agar bu ilahi tartış gücü olmasa, atomlar mı çeçilip, hiç neme mevcut bolup duralmaydı. Hem de bizdeki merhamet bilen ilahi merhametin kandak farkı barlığını görüp bakalım. İnsanın merhameti inkas karakterlik. Yani biz başkalara içimiz ağrıyor, andan ansız halde ne müdür bir kaytırma kütüyoruz. Lekin ilahi merhamette unda amez. O yokluktan objekt yaratıdı. İnsan merhameti bolsa birersiga muhtaç olurdu. Bu nokta bizni Allah'ın acayip güzel iki ismine elip geliyor. Rahman ve Rahim. Rahman, barlık yaratılmışlar üçün mutlak özgermezdir. Rahim bolsa hareketçan, müminlerge xos bolgan merhamettir. Rahmanın merhameti hemmeli ten kaplaydı. Mümin ve kafirini, koyu bilen borini, hatta Musa ve Firavun'u. Təsəvvürünüzdəki ən çox mərhəmətli ikiga ko'paytin. İşinki onun hech qaynak cheki yo'q. U mutlaq cheksizdir. Bu o'qim dunyodagi bizga yomon ko'ringan ishlarga bo'lgan ko'zqarashimizni butunlay o'zgartirib yutudu.
Çundaq mı? Undaqda tabii afatlar, ağrıq yoki qiyinchiliklar mı merhametinin bir körünüşü bolalamudu? Elbette. Mesela yer tevreş, yer şarının partlap gitişini tusudur. Kıyınçılıklar bolsa del ruhumuzun dorusudur. Allah rəhmət qılışını özünə vazifə qıla. Bu, xuddi barlıq mövcudluğunun ana bətiniga oxşaydı. Demek, hamma narsa mohiyati bek yaxshi. Yomonlik faqat bizning ularni xato ishlatimizdan kelib chiqadi. Undaq bolsa, biz bu cheksiz marhamat denizige qanday qilib ulana alaymiz? Bu bek muhim. Elbette, dua arkalık. Aldı bilen acizlikinizi tonup getin. Andan çin könlünüz bilen soran. Muşu hikmetke dikkat kılına. Rahman sorağanlara berödü. Rahim bolsa soramıganlardan açıklanıyordu. Dua barlık ibadetlerinin mengisidir. O bolmasa bizim ruhi eriştimiz üzülüp kalıdır. Herkes unutmayın. Eğer onun merhameti putun kainatta tutup duride derece ise çeksiz boşan, soraçtan neymiş ki ikilinesi?